knopkani bosasizlarmi, sizlarni tarjimai holinglar yozilishni boshlaydi. Shu подготовка jarayonida operatorskiy решенияларni esla olasizmi? Hozir bilib beraman. Yonimda shunday telefon qildi. Gaplashib, ha, hop dedi, trubkani qo'yib, 7 gektar yetadimi deyapti-da. Nima deyapman? 7 gektar deydi. 7 gektar nasha o'stirib berishgan. Shu gapingizdan keyin men nima demoqchiligim esimdan chiqib qoldi. Bir payt operator kirib keldi-yu. Tamom. Kraniga o'tirib oldi. И всё, smena tugaguncha o'sha tepadan turib olib, hammani ganyat qildim. Qarab tur. Men operator bo'laman. To bo'ldi, o'sha xayol shunday o'tirdi. U kinoda главный o'sha odam ekan, men operator bo'laman dedim, bo'ldi. Boshlanib qanaqadir xato qilgan bo'lsangiz, o'sha xatoyingiz hozirgacha ta'sir qiladiganlari bormi? U ham ko'p o'ylamasdan shartli prodyuserga zaявка yozgan. 200 gram gashishga $2000, $2,500 pul ajratib berishingizni so'rayman deb prodyuserga zaявка jo'natganda. Faridaning 2000 qo'shig'i. Men значительно katta texnika ko'rmadim bu yoqda. Hech qanaqa skylift. Men bunaqa kashi qilib tashlaganda, kashi qilganning sababi men buni ham bilaman. Men bunaqa ham qila olaman. Men bunaqa ham qila olaman. Yana men bunaqa qilib bera olaman. Yana men bunaqa qilib bera olaman deb qo'yib qo'yganda, mukammalroq ssenariyni deylik ochish uchun ichida qanaqadir bo'l yoki nimadir bo'lishi shartmi aytishadi-yu, masalan. Kino tug'ildi, operator paydo bo'ldi deganda. Kino o'ladi, operator o'ladi deb aytardilar-da meni. Xarakterga boy joy, chunki aktrisa ham прям вообще там сыграла крупный план. Вообще. Bahromaga, "Onayni" deydilar. Andarxondan yo'l bor-ku, o'shani yopib tashlash kerak. Baxa, o'tda gayi qiyin bo'ladi. Yopmasak ololmaymiz deb turaverganman-da. Knopkani stopni bosdinglarmi? Tarjimai hol to'xtaydi. Misol uchun ijodkor inson o'zida nimani eng muhimi deb bilish kerak degan narsa meni har doim o'ylantiradi-da o'zi. O'zi siz fikringiz qanaqa shu savolga? Men uchun tomoshabin endi kasbim aynan o'sha tarafga nima qilinganligi uchun tomoshabinga aytmoqchi bo'lgan narsamni yetkazib berish. Tasvirni to'g'ri ta'riflab berishda kadrda. Xuddi o'sha yozilgan narsani, endi ssenariyni deb aytadigan bo'lsam, ssenariyni aynan avtor fikrini to'g'ri yetkazib berishga o'z hissamni qo'shish. Men ham javob bersam bo'ladimi yoki javob bersam? Yo'q, umumiy berilgan. O'zi bizda o'yladik-da o'zi, umuman syomkadan oldin qanaqa format boshlaymiz? Operatorlarda misol uchun bo'lishi mumkin, savol-javob shaklida yoki-da samimiy shunchaki suhbatlashmoqchimiz. Shu boisdan chaqirganmiz o'z sizlarni. Nima qanaqadir savol keladi, o'sha savol beramiz. O'sha savol atrofida обсуждение qilinsa, menimcha ko'proq manfaatli bo'ladi deb o'ylayman-da. Chunki qiziq bo'ladigan narsa ko'proq sizning fikringiz, umumiy fikrlar uch xil bo'lganligi ham menimcha to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman. Fikr muhimroq-da baribir. Shu gapingizdan keyin men nima demoqchiligim esimdan chiqib qoldi. Mayli, sekin endi bahoriyasiga o'tiramiz. Menda shunaqa savol. Yoshligingizni определенно aytaman, masalan 16 yoshgacha bo'lgan etapingizda kinoda bilganingizda, kinoda tasavvur qila olsak, nomi qanaqa bo'lardi u kinoning? Приключения маленького Бахи. Вот теперь рассказывайте, почему? У нас kino ham bor. Yo'q. Kinopoyekda urib ko'ringlar. Moskvada shunaqa nima bo'lgan? O'sha Aleksey degan Fox Pullerning ayoli ssenarist, shu o'tirib biz Aleksey bilan ko'p ko'rishib, ko'p suhbat qurardi, eshitib o'tirib shunaqa istoriyalardan keyin narsa yozgan ekan, keyin ko'rsatdi menga. Kino bo'lib ketdi. Приключения маленького Бахи degan qisman u, конечно, o'tda badiiy nimalar o'zidan qo'shgan. Nimagadir-da asnoviga sani olgim keldi, o'sha bir ikkita istoriyalaringni, boshqalaringni deb shunga. Chirchiq shahrida tug'ilganman. Bo'ldi, maktab, yana nimalar yetdi? Приключения ko'p bo'lgan. Endi biz endi u davrda 1984-yilda men tug'ilgan bo'lsam, u davrda yoshlik hozirgidan men ko'rayotganimdan sal boshqacharoq o'tardi. Biz yana kamiga o'sha mahallada katta bo'lgan bizni odamlarni 8 ta farzand bo'lishsa, 4 ta aka-uka qo'shni turardi. Biz ham shu jumladan, o'sha amaki-vachchalar bilan o'zimiz bir katta banda bo'lib katta bo'lganmiz. Как положено, mafiya bo'lganda ham, da, Chirchikskaya, To'qay hamma biladi. Chirchiqda
Вот. O'sha yerda endi hamma narsa qilib ko'rganmiz. Uni men qilib ko'rmagan ishim yo'q deb hisoblamayman. Baxtimga u paytlar men mobilniy telefonlar, video nimalar unaqa ko'p bo'lmagan. Bo'lmasam bilmadim. Hamma Kinoga yetib kela olarmidi yo'qmi? hamma zakonni va zakonga qarshi narsalar qilib ko'rgansiz, Yo'q, конечно. U endi kino yo'q, endi hamma narsa bo'lganda, yetarlicha bo'lgan. O'zimizga yarasha sho'xliklar ham qilganmiz, lekin mana dodam rahmatlilar bog'bon bo'lganlar, katta bog'lari bo'lgan, o'tib mehnat ham qilganmiz. Hamma narsani birga mana shunaqa qilib amaki-vachchalar bilan birga katta bo'lganmiz-da. Yoshimizni nimasi ham diapazoni ham katta bo'lganligi uchun balkim shunaqa qiziq bo'lganmi. O'sha biz bilan birga nima bo'lganlarni amaki-vachchalarning eng kattasi bizdan 7-8 yosh katta bo'lganda, to kichkinalari ham bo'lgan ichimizda, mendan kichkinalari ham rosa katta shunaqa shayka bo'lganmiz. Shu asosan qilib ko'rmagan ishimiz yo'q, hamma narsa qilib ko'rganmiz. Tushunishim bo'yicha keyin o'sha madaniyat institutiga kirgansiz. Teatralniy institut. Teatralniy. Yo'q, o'zi maktabdan mana agar kino bo'lishiga, endi ularni agar chetga oladigan bo'lsa, shu 16 yoshgacha bezorilikdan tashqari mana futbol ham o'ynab ko'rdim. Futbolni seksiyada 4-5 yil qatnashib futbol o'ynaganman. Undan keyin mana birinchi san'atga, bir ijodga qadamlar doira chalganman. Chirchiqda o'sha endi ko'p o'sha nima asosiy o'sha sentr deb endi o'zim uchun deb bilaman. Kimyogarlar saroyi bor, hamma biladi, juda ko'p kliplar olinadi. Hozir juda chiroyli qilib qo'yishdi. O'sha paytda ham shunaqa edi, bir xil edi. Вот, ana o'sha yerda ko'p nimalarga, to'garaklarga qatnashganman. Doira endi asosiy nimalardan, chunki rasm chizishga 3-4 kun borib yo bo'ldi, bo'lmasa ham undoq bo'ldi. Shu doirada ancha payt nima qilib, doiralar chalib, tadbirlarda vыступать qilib, nima shunaqa qilib yurganmiz. Maktabda keyin обязательно o'sha har nimalar bo'lardi-yu, tadbirlar, ularni ham hammasida nima qilib, o'sha birinchi o'qituvchim bir tarafdan juda katta sababchi deb hisoblayman. Meni imенно o'sha ijodiy qirralarimni ochilishiga deb hisoblayman. O'sha birinchi o'qituvchim o'sha qo'limdan yetaklab sahnaga olib chiqqanlar, boshqa o'shaning ichi bilan nima bo'lib bitganda, shundoq bo'lgan. Institutga kirib bitirganingizdan keyin, ana undan keyingi действияларingiz. O'zi mana o'shangacha bo'lgan baribir aytib o'tishim kerak bo'lsa kerak, kinoga вообще qanday mehr o'sha uyg'onganligi nimasi to'g'risida. O'sha maktabdan keyin institutni men bilardim, o'zim aniq oldimga maqsad qo'yganman, imенно kinematografiyaga boraman, faqat qaysi sohaligini hech nima qila olmasdim-da. Negadir o'sha paytda endi haligi aytganimdek sahnalarga ko'p chiqqanimga, boshqaga o'sha zvuk rejissyorskiy pultlar yomon meni, mikrofonlar qiziqtirardi. Dirdim, ekvalizerlarni ko'rib, deb qo'yardim, studiyalardan keyin ko'rib. Shu zvuk operatormi nima shu aylanib O'zbek filmga kelib qolganman. Institutga kirmashimdan oldin bu 99-yil, 9-sinfda o'qir ekanman. O'sha 9-sinflarda, maktab bitirar mahallarim, по-моему. Xullas, nevajna kelib qoldim. U paytdagi O'zbek film hozirgidan boshqacharoq, o'sha qorovulxona oldiga kelib, to'g'ridan-to'g'ri shunday, men mana shunaqa kinoda ishlamoqchiman, o'qishga kirmoqchiman, shunga bir maslahat beradigan odam kerak menga desam, qorovul akoshkadan qarab, ko'chada ikkita 3 yigit turgan ekan, shularni ko'rsatib, ana shularga borgan, shular kinochilar aytadi. Borsam, ular художникlar bo'lganda, endi hozir eslay olmayman ham odamda kim bu. Ismlarini bilmayman demoqchiman-da. Художникlar bo'lgan. Mashnaqa bo'ldi, yana ertaga syomka bo'ladi, ertalab oxli kelgan dedi, pavilyonda, O'zbek film pavilyonida. Bizga qarashasan, tomosha qilasan qanaqa bo'lishligini. Xo'p dedim, keldim. O'tda endi o'sha toshlar yuvdi, ish qilib bo'yadi, bir narsalar hamma o'sha художникlar, katta dekoratsiya, исторический. Yuribman, kim nima desa o'sha qilib yuribman, o'sha 4-5 ta bola bilib olgan, meni yoniga olgan o'sha nimalar. Hamma narsa ketyapti, odamlar ishlayapti, narsalar bo'lib turibdi. Endi ko'zim bilan bu yoqqa zvuk operatorlarga qarab qo'yaman, yoqqa bu yoqqa qarab yuribman. Bir payt operator kirib keldi-yu, tamom. Kraniga o'tirib oldi, и всё, smena tugaguncha o'sha tepadan turib olib, hammani ganiyat qildim. Qarab tur. Men operator bo'laman. To'p bo'ldi, o'sha xayol shundoq o'tirdi. U kinoda glavniy o'sha odam ekan, men operator bo'laman dedim, bo'ldi.
И все shu bilan уже institutda oldim, mana maktab bitirgandan keyin yana o'sha aylanib qiziqib bayram kelib qolganman. Bayram studiyasini bilsanglar kerak, bayram film. O'zbek filmida bo'lardi oldin. To'g'ri. O'sha o'zi mana kinodagi birinchi qadamlarim o'sha yerda boshlangan. Undan keyin o'sha bayramda o'sha осветитель bo'lib ishlab yurib institutga kirganman. Dальше keyin o'sha nima mashinada ketganda. Bo'ldi shu. O'qiyotgan paytingiz ham bayramda ishlagansiz, ishlaganman. Осветитель, gaffer bo'lib. Ha, shunda institutga kirmasingizdan oldin kinoga kirib kelgansiz. O'sha voqea institutga kirmasdan oldin bo'lgan. Ha. 9-sinfda o'qiganman. Men ham o'zi institutda o'qiganimda rentalda endi подрабатывать qilganman. O'sha Kamil bilan gaplashdik-ku. O'sha Kamil bilan подрабатывать qilayotganimizda plus tarafini bilganman, что sizda teoriya bilan praktika, teoriya и praktika parallelni ketar ekanda. И topovoy odamlar, o'sha topovoy operatorlar, topovoy rejissyorlarning ishlashini qanaqadir ma'noda kuzata olish sizda shansi bo'lgani uchun juda ham bir полезный bo'lgan ekan. Juda. Men halizgacha aytaman, o'sha rentalda ishlaganligim menga juda katta yordam bergan. Последующий nimamda ishlashimda o'sha operator постановщик bo'lib ishlashim juda katta yordam bergan. Chunki rentalda men operatorskiy departament deydigan bo'lsak, o'shani ichidagi har bitta должностьda ishlab chiqqanman-da. Har bitta ishlamagan должностьim yo'q. Hozir yozgan gapingiz bo'lib qo'ydim. Shu o'rinda bitta savol keldi. Misol uchun hozirgi paytda hozirgi talabalarga o'sha rentalda borib ishlashga, qanaqadir mana tajriba o'tashga qanaqa hozir misol borishga maslahat bergan bo'lardi, tavsiya bergan bo'lardingiz? Albatta. Nega bu savol beraman? Chunki men syomkalarda yurganda, qanaqadir ma'noda jarayonlarda bo'lganda aytishadi-da, chak mana shunaqa bo'lib, ya'ni men fokusga yokida texnik bo'lib chiqib, pul topib, anaqa boshlasang, уже qolib ketasan shu narsada deyishadi ko'pchilik. Qanaqa qilish shunga? Qanaqa chiqib ketish? Mana hozir mana bozor shunday rivojlanib kelyaptiki, o'sha yetib o'tilgan kasblar ham o'zi aslida yomon kasb emas. Bunday olib qarasa, o'shaning uchun это вполне нормально. Bu qaytaga наоборот yaxshi. Nimaga? Chunki mana 4 yil institutda o'qib, aytaylik vaqtini sarflab, agar masalan viloyatdan kelib o'qigan bo'lsa, 4 yil uyidan uzoqda yurib boshqa qilib keyin bo'lmadi, qo'lini siltab qaytib ketgandan ko'ra, o'sha kasbni egallab, masalan Fox Puller men juda zo'r kasb deb hisoblayman. Ruletkadan og'ir narsa ko'tarib yurdim. Hozir telefon qilib, smenasini pulini so'rasanglar, o'zingizlar ham aytasizlar, "Ha, yaxshi pul ekan." Men bolalarning nimasini sirlarini ochib tashamay, kerak bo'lsa o'zingizlar so'rab olasizlar. Bilamiz, nech pul topishligini. Vot, aytmoqchi bo'lganimda, shunda mana даже mana yoshli ko'pchiligi kelsa, men nabarot aytaman, ishlab ko'r, chunki baribir mana вообще o'zi san'at sohasida, ijod sohasida нереализованность o'zbekchalab qanday bu so'z bo'ladi? Shakllanmaslik. Mana o'sha juda yomon narsa-da, og'ir narsa. O'shanda lutchi mana ikkinchi operator, Fox Puller, gaffer, bular ham hammasi bir ijodiy nima hisoblanadi. Chem o'sha qo'lni siltab ketgandan ko'ra, endi bir направление bo'ladi-da, baribir endi bozorda hamma birdaniga zo'r bo'lib o'rnini topib ketishi nima? Kimdir vohliroq, kimdir kechroq. O'sha jarayonda o'rtada ko'ngil sovib, o'girilib ketmasligi uchun bu yordam beradi deb hisoblayman. Shunda taxminan misol uchun shu aytgan Fox Puller yoki operator bo'lmoqchi bo'lgan talaba bola mana shu yo'nalish, ya'ni второй operator, Fox Puller yoki texnik yo'nalish tanlasa, misol hozir o'rganish uchun u ma'lum bir vaqt belgilasa bo'ladimi o'zi uchun? Menimcha shu ishda yuraman, o'rganaman, keyin operatorlik uchun qanaqadir qadamlar bosaman degan narsani bersa bo'larmikan? Bo'ladi. U siz uchun o'zi qancha vaqt? Bu hamma inson o'zi uchun qilish kerak bu narsani. Har xil bo'ladi. Chunki hamma har xil usvoyevich qiladi-da, yangi kasb va yangi narsalarni. Bir xillar bor juda tez, bir xillar bor juda sekin. Chunki bu juda bir individual narsa hisoblanadi. Keyin yana bo'lishi mumkin. U men Fox Puller bo'lgim kelyaptigan odam balkim glazomera вообще ishlamas, u Fox Puller ham bo'la olmas. Uni bilib bo'lmaydi. Shundan endi izlanish kerak demoqchiman-da. Men o'zim mana
tvrdo aytmoqchi bo'lganim operator bo'laman masalan mana shunaqa ishlayman degan masalan odamni o'zi shu okoli nimalarda ham o'zini ko'raverish kerakda. O'shanda menimcha yaxshi bo'ladi atrofida. Balkim agar mana texnik boyagi nimalar bo'lmasa, endi hammada har xil qobiliyat misol uchun. Xuddi o'sha mana administratsiyaga kirib men ko'plarni ko'rganman. Mana yigitlarni o'sha operator bo'lgisi kelib, lekin даже o'sha mexanik, осветитель bo'la olmasdan, masalan, administratsiyaga ishga kirib, o'sha xuddi hudojniklarga yordamchi bo'lib ishga kirib, lekin o'sha atrofida yurib. O'zi endi agar juda xohlab, endi faqat xohlamani o'tirib emas, juda xohlab harakat qilsa bo'ladi. Bo'lmasligiga men ishonmayman. Men o'zim o'sha yo'lda mana Chirchiq shahridan elektrichkaga o'tirib, O'zbek filmga kelib, elektrichkaga o'tirib, bayramga kelib o'tganman, harakat qilsa bo'ladi. Faqat vaqt o'sha kimdadir oldinroq, kimdadir keyinroq, bo'ladi. Желание bo'lsa, o'shanga intilish bo'lsa bo'ladi. Bu faqat operatorlik emas, bu hammaga nisbatan. Men tushunishim bo'yicha siz aytgan narsa hozir talantni ko'p juda bir harakat bilan erishsa bo'ladi demoqchisizda, shunday to'g'rimi? Bo'ladi. Qanaqadir ma'noda savol bor edi-ku, ijodkorda muhimi talantli bo'lishimi yo harakat qilishimi? degan savol bor edi o'zi. Bor, to'ppa-to'g'ri, uni javobi ham bor-da. Talanti masalan 90% bo'lsa, 10% harakat kerak. Lekin talanti 10% bo'lsa, 90% harakat bilan bir xil nimaga rezultatga chiqsa bo'ladi-da. Odam qilgan ishni odam qiladi, meni fikrim. Agar o'shanga to'g'ri yondashib endi intilsa, yana bir marta agar so'zni qaytarish o'rinli bo'lsa. Institutda shunda kimni masterstvosida o'qigansiz, tipa Abdurahim Ismailov. Великий человек. Bu ham meni nimam deb hisoblayman. Endi baxtim deb hisoblasam kerak. Endi bilmadim, o'sha juda kuchli xohlaganligim uchunmi, mana shu kasbni tanlab qadamlarni bosishni boshlaganimdan qandaydir o'zi qo'limdan yetaklab mana shunaqa kolossalniy odamlarning oldiga o'zimdan o'zim borib qoldim. Shularning ichida mana eng birinchilardan hisoblanadigan, конечно, Abdurahim aka Ismailov. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Teoriya boshqa emas, prosta o'sha kinoni ichida umrlari o'tib bo'lgan tajribadan ikkita, uchta so'zlari bir umrga o'ylantirib qo'yishi mumkin edi. Mana o'sha halizgacha ko'p eslaydiganlarimdan, boshqalaridan knopkani bosasizlarmi, sizlarni tarjimai holinglar yozilishni boshlaydi. Knopkani stopni bosdinglarmi, tarjimai hol to'xtaydi. O'shaning uchun ani teshigimdoq qaraganinglarda shundoq bir ham gapirardi. 5 ta bola o'tirardi, teshigimdoq qaraganinglarda tarjimai holinglarga yarashadigan narsa bo'lmayaptimi, bosmanglar knopkani. Sizlarning haqqinglar bor bu narsaga. Mana bu tajriba, mana постановщик operatori syomочный plashatkada yo'q, men bu narsani olmayman degan fikrni уже ani stерженni o'shanaqa qilib solishlari-da. Mana shuni o'zi mana bunaqa gaplardan 4 yil davomida payshanba, juma kunlari hali ham esimda 4 paradan Abdurahim aka biz bilan o'tirardilar. 2 kundan. Har hafta. Institutda qolgan darslari, qanaqadir syomkalar, pulli ishlar bilan nima bo'lishini qatib payshanba, juma men kakshtik institutda bo'lardi. Bu hech narsa endi agar ani sog'lig'im yo meni force major bo'lmasa, to есть boshqa ishlar hammasi chetga surilardi. Boshqa fanlarga balkim u darajada, masalan, meni operatorskiyda ekonomika darsi bo'lardi. Ularga unaqa e'tibor bermaganman deb ochiq ayta olaman. Zachotnik knishka men saqlab qo'ymaganman, u yerda ham hammasi bor, lekin mahorat, montaj, именно meni o'zimning sohaga tegishli bo'lgan fotokompozitsiya umuman gap so'zsiz nima qilinmasdi. Chunki Abdurahim aka rom qilib qo'yardilar. 4 para o'tirib gap o'rtada bitta kino qo'yib berardilar. Mana shunaqa qilib mahoratni ham oshirardilar, ham o'sha haligi aytganimdek stерженlarni o'sha ijodiy yo'lda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan har xil nimalarni yetib o'tib ketardilar-da.
keyinchalik men shuncha yilda juda ko'p eslayman gaplarini. Masalan, bu bitta hozir endi misol qilib aytib, hammasini bittalab aytib o'tirmayman, lekin shu kecha kunduzda ham mana shu ishim mobaynida Abdurahim akani o'sha balkim prosta aytib o'tgandirlar yoki haqiqatan mana shu aksent deb nima qilib aytgan gaplarini ham ko'pchiligini qo'llaniladi halizgacha. Shundan bu Abdurahim akani я как бы не знаю, как еще мне сказать. Как еще благодарить, да, этого человека. Да, xuddi shundoq. Bizga ham ozgina dars berganlar, endi biz kollej paytida edik уже. Rostdan ham juda bir chuqur insonlar, rasm olib kelsak har doim qo'llarga berardik, ko'riladi. Yoqmagan rasmimizni otib yuborardik. Shunda otib yuborardik. Qaytarib bermaslik otib yuborardilar. Yoqqan bo'lsa, o'sha qo'llarda qolardi. O'shandan biz bilib olardik nima yaxshi, nima yomonligi to'g'risida. Institutni bitirganingizdan keyin bayramda yana qanchadir vaqt ishlaganmisiz yoki? Yo'q. Bayramda mana осветитель, xullas institutga 2 marta harakat qilganman o'qish kirishga. Birinchi marta kirganimda kontraktga kirganman, o'qimaganman. Chunki agar kontraktga kiradigan bo'lsam, endi baribir уже ishlayman, pul topaman, o'zim harakat qilaman deb, bu o'qish bo'lmaydi, bu kontrakt pulini topish bilan kunim o'tadi deb o'qimaganman. 2-yil keyin byudjet kirganimdan keyin o'qiganman. O'sha o'qishga kirgan kunim bayramga kelib aytganman, bo'ldi, bugundan boshlab men texnikaga yaqinlashmayman, nima qilmayman, mana montaj, какой-то mana nimalarga yordam berish, operatorlarga yordam berish nimalar bo'lsa qilaman. No, всё, texnik bo'lib o'sha kundan to'xtatib, yo'q, o'sha fokus puller, montaj bo'lib institut bitirguncha ishlaganman. Yana o'zbek bayramda. Da. No, asosan montaj bilan shuni. Endi u paytda уже kliplar olardik, boshqa qilardik, o'zimni уже ijodiy направлениялarim ham shu studiyani bazasida amalga oshirib ishlardim-da. O'sha yerda Ulug'bek aka bilan tanishib qolgan bo'lsangiz kerak. Hamrayev. Yo'q. Ulug'bek aka bilan Moskvada tanishgan. Yo'q. Toshkentda bir martagina ko'rishib tanishganmiz. Asosiy bizani tanishuvimiz hammasi Moskvada bo'lgan. O'zbekiston ish hammasi yo'q bo'lgan. Mana shu narsa menga to'g'risi juda qiziq. Chunki endi men ham oldlarda qanchadir vaqt bo'lganman, sizdagi ko'p emas. Sizda qanaqa o'tgan, nimalar his qilgansiz? Menda endi hozir baribir aytaman, hech kimga aytmaganman hali. Ulug'bek aka yonlariga borganman, institutni bitirib. Boshda so'rardilar, nimaga kelding, nima xohlaysan, unaqa. Meni qanaqadir savol bersalar yoqardi. Bir kun полностью savolga ko'mib tashirdilar. Ikkinchi kun bo'lsa umuman savol bermasdilar. Shu paytda befarqlik qanaqadir, "Voy, endi tushunasiz, baribir ishda inson o'z narsalarini o'ylaydi, unaqa. Sizda shu narsa qanaqa kechgan demoqchiman. Menda sal boshqacha kechgan. Men Ulug'bek akam bilan сразу ishlashni boshlaganman. Уже должностim bo'lgan, уже сразу ответственный nimada ishlashni boshlaganman. Shundan bizda сразу anaqamiz nima desam bo'ladi? Сотрудничество deymanmi endi. Unaqani svobodniy plashetkaga kelib olib, priborlarni tomosha qilib yurishdan boshlanmagan. Mendagi bo'lmagan, короче. Men сразу ana Ulug'bek ishga borgansiz? Moskvada o'zi o'tdim, mana Dima Korobkin hali aytib o'tdim. Abdurahim aka bo'lsa, mana keyin Dima Korobkin, Ulug'bek akam, yana keyin o'sha Moskvadagi 3-4 ta katta operatorlar bor. Shu odamlar ancha-muncha nima qilgan. Shular ichida mana Dima Korobkin o'zi sababchi bo'lgan bunga asosan. Bilasizlar kimligini, Dima Korobkinni tanishtirishim hojati yo'q. Dmitriy Korobkin. Moskvaga ketishimga birinchidan shu odam sababchi bo'lganlar. O'sha Ulug'bek akam bilan bular kino olishadigan bo'lgan Dima Korobkin rejissyor, Ulug'bek akam operator postanovщик bo'lganlar. Kameraman kerak bo'lgan ularga. Kamerani boshqaradigan assistent, operator postanovщик assistenti. Вот и Dima mana Baha bor-ku, Baha Moskvada yuribdi. Olmaymizmi Bahani deganlar. Keyin Ulug'bek akam oldiga kelganman. Kelganimda u payt hali kinoplyonkaga syomka edi. Ulug'bek aka men shundoq qarab, eksponometring bormi deganlar. Ha, bor deb shartta sumkamdan chiqarganman. Bundoq qaraganda ishlatishni bilasanmi degan. Ha, ochib ishlatib berganman. Bo'ldi, davay ishlaymiz deganlar. Mana shundoq. Keyingi uchrashuvimiz Abxaziya
davlatida Oh. kino proyekti уже сразу kelib уже bo'ldi, o'sha kundan bizda shundoq ish bo'ldi. Baxa ertaga mana bu kadrlarni olasan, mana bundoq qilasan, boshqa mana shunaqa qilib ketgan. Вообще. А Москваga на что, когда вы ехали, вот, на что вы рассчитывали или... Mana korobkani o'zi olib ketgan, deyman. O'sha yerda ishlaymiz deb. Yo'q, prям подробно aytib beraymi hammasi qandoq bo'lganligini? O'ylang, ashna juda bir anaqada. Yo'q, u yerda yashiradigan yaxshi narsa yo'q, nima yo'q. O'zbekistonga Moskvadan kelgan rejissyor Aleksey Alyakin degan odam, operator, постановщик Dima Korobkin bo'lib kelgan. Unga kameraman kerak bo'lgan bo'ldi. Ikkita kamerada bo'lgan. O'sha bitta kamerasi men kameraman bo'lib ish kirganman. 3 oy ishlaganmiz Toshkentda. Syomkamiz tugar mahallaga Korobkin yoniga chaqirib, "Baxa, ishingga gap yo'q. Hamma narsani bilyapsan, nima qilyapsan? Mana bu Alyakin rejissyor, bu ham katta investor odam. Bu o'sha Moskvadan 400 kilometr uzoqlikda joylashgan Yaroslavl shahri, o'sha yerda katta kino baza ochmoqchi, rental ochmoqchi. Bunga yaxshi spetsialistlik kerak. O'sha rentalni boshida mana qandoq nima bo'lish kerak, popolkom nima qilib chiqadigansan, bayramda birinchi priborini olishgan kunidan ko'rgansan hammasini, nima deysan degan o'sha boshqani operatorskiy ishing ham bo'laveradi. U yerda kran keladigan bo'lgan, 12 metrlik kran keladigan. O'sha kranni operatori ham bo'lasan deb, pultni o'sha nimasida. Bu ham nima bo'ladi? Основной ishing mana shu bazani yo'lga qo'yib berasan. 6 oy ketadimi, 7 oy ketadimi, kuniga senga oylik to'laymiz, sutочник va как положено, xullas komandirovkaga bo'ldi deganman, ketaman deganman, сразу ulanib ketgani mana o'sha yerda Abdurahim akaning rollari katta bo'lgan. O'sha diplom praktikam tugab, diplom zashitamga 1 oymi shunaqa vaqt qolgan bo'lgan, institutni bitirar mahalim. Shu предложение shu taklif tushyapti menga. To'g'ri Abdurahim aka oldiga kelganman. Domla, mana shundoq deganimda, diplomingni 10 yil o'tib ham kelib zashita qilib ketaverasan, lekin bunaqa taklif senga yana bo'ladimi yo'qmi, не знаю, езжай baxa deb aytganlar. Вообще. Bo'ldi deganman, и всё. Ustoz ahamiyati bilinadi. Вообще поддержканы qarang siz. Shundoq deb jo'natib yuborganlar, o'sha kafedrada, kabinetida shu gapni gapirganlar. Endi hech qanaqa получается qonun hech narsa, men полный diplom praktikalarimni o'tib bo'lganman, institutni официально bitirib bo'lganman, faqat shu zashitam qolgan bo'lgan. Diplom zashti filmim ham tayyor edi даже. O'shanda Oshiqlar degan kinoni o'sha olib qo'ygan edim. Men o'sha kinoni как diplom ish topshiraman deb tayyor edi u ham. Xullas, не важно. Shunda ham rahmat shundoq deganlaridan keyin shu ketgancha ketib qolib ketganman keyin Moskvadan. Rentalni yo'qda yo'lga qo'yib, Yaroslavl shahrida shuni ichida 5 oy menimcha 6 oy vaqt ketgan. Keyin yana o'sha Dima Korobkin Moskvada Lyudmila Markovna Gurchenko degan aktrisa bor, bilsangiz kerak, sir xalq artisti. O'sha ayol bilan birga, o'sha aktrisa bilan kino Pёстрые сумерки, в итоге Gurchenko oxirgi kinosi bo'lib chiqdi bu kino. O'sha kinoga tushadigan bo'lgan ham so-rejissyor Lyudmila Markovnaga, ham постановкаchi operator bo'lib, menga aytgan, "Baxa, menga sen keraksan bo'ldi degan, yig'ishtir Yaroslavl degan, endi ishlarni o'sha yo'lga qo'yib bo'lgandi." Bo'ldi deb, yana 400 kilometr ortga qaytib Moskvaga kelib, Lyudmila Markovna bilan kinoni olganmiz. Moskvadagi birinchi kinoyim именно Moskva shahridagi o'sha bo'lgan. Nechinchi yil edi bu? 2000 Allab qo'ymay 2009-yil menimcha. 2009 o'sha yil. Yo'q, 2008. 1 yilga adashishim mumkin. O'sha paytda. Keyin bo'ldi, keyin orada finansiy krizis hamma biladi. Bo'ldi, Moskvada уже ishlar tortildi, boshqa bo'ldi. Men Toshkentga keldim. Toshkentdan keyin Olmaotaga chaqirib qolishdi. Birinchi o'zi debyut meni o'zimni как постановкаchi operator и meni katta серьезный kinoyimni hisoblayman. O'sha Tsubtsvan degan film, Olmaotaning filmi, action film o'sha bo'lgan. U kinoni tugatganimda o'sha Olmaotadan menga yaxshi takliflar tushdi. Men o'ylanmaganman, institutni mana endi bitirganman. Moskvada 1 yil
dan oshiq ishlab yurib endi opit oshirib keldim. Shu kino tugagandan keyin takliflar tushdi, bo'ldi qolma shu yerda. Kino hamma narsa ish beramiz, boshqa qilamiz. Shu yerda yursang bo'ldi dedi. Bo'ldi deb men faqat uyga borib kelay, 1-2 oy dam olib kelaman deb уже Olmaotadan bu yoqqa kelib qishni o'tkazib endi bahorga ketaman deb nastroy bilan kelganimda, bu yoqda kelgan "На солнечной стороне улицы" degan serial bor. Katta proyekt Dina Rubinani kitobi bilan olingan. O'sha nomli "На солнечной стороне улицы" degan Toshkent to'g'risida. O'sha rossiyskiy serialga operator постановщик bo'lib qoldim, случайно. Bo'ldi, undan keyin уже Olmaotaga emas, Moskvaga to'g'ri yo'l ochildi. Shu ketgandan keyin ketdim. Судьба. Судьба. Shunaqa bo'lgan. Shu. Вообще классно. Давайте теперь немножко, ozgina anaqaga to'xtalib ketsak. Biz ozgina temadan temaga sakrab turamiz. Hop. Молодые специалисты, молодые операторlarni kuzatib turasizmi? Vaqti bevaqti. Endi yonimda yuradi, mana endi men Otabek bor, Fox Pullerim operator, ham молодой operator Gigda o'qiyapti hozir, mana shunaqa o'zim ko'rib непосредственно nima qilgan Baxtiyorni ularning ishlarini kuzatib turaman. Nu tanimagan masalan yosh operatorlarimni agar yo'lim tushib qolsa kuzataveraman. Ya, mana shu hozir zo'r qilib отметить qilib ketdingiz. Otabek aka, Diyor akani babiga aytib ketsangiz kerak. Yana bormi qanaqadir specialistlar? Ko'zingizga tashlangan qanaqadir perspektivasi bor deb o'ylaydigan operatorlaringiz, yosh specialistlarni? Ko'p. Aziz mana shu qahramon filmi. Normativ bizga. Bilan qancha почти yarim yilcha men ishladim. O'shanda ham aytdim, to'xtatma, продолжай deb. Ko'p unaqa bu yoshlar. Bu работает. Не, это реально классно. Men o'zim yosh spetsialist bilaman, juda zo'r emasdi. Sizdek insonlardan bu narsani eshitish, chunki qanaqadir ma'noda siz, men Ulug'bek aka, Dima Karokin deysiz-ku, unaqa insonlar men uchun yoshlarni ijodga talpintiradigan insonda. Siz o'zingizni primeringizni ko'rsatdingiz. Что mana qilsa bo'ladi, chiqsa bo'ladi. Shuning uchun so'ragandim. Bu вообще супер. И как вы отличаете хорошего специалиста от такого? То есть yaxshi operatorni sal yaxshi emasdan qanaqa ajratasiz? Ishini ko'rgandayoq masalan. Endi ishini ko'rganda o'zi ko'rinadi. Yo'q, nimalarga qaraysiz demoqchiman. Sal detalroq, svet bo'lishi mumkin. Yo'q, o'zi endi ani kultura glaza deydi. Endi mana bunaqa ko'zim prям zo'r bo'lib ketgan, bitta ko'rganimda точно ayta olmayman deb unaqa deyishga menga yo'l bo'lsin hali. 100%, lekin ishga qaraganda, mana ishni ko'rganda, keyin baribir mana o'zimiz ham shu yo'ldan yurganmiz. Mana quruq ham fotoapparat bo'lib turib, yo bir narsa quruq mana bitta qanaqadir mini DV kamera bo'lib turib, svet bo'lmay syomkalar qilganmiz, lekin aytmoqchi bo'lganim, agar haqiqatdan mana ijodiy yondashuvni ko'rsam, o'sha ishda flexibil degan narsa bor, o'sha gibkis mana bor narsadan qanday foydalanganligini ko'rib, o'sha narsalarni agar haqiqatdan shundoq foydalanib o'sha narsadan siqib chiqarish mumkin bo'lgan maksimal narsani siqib chiqargan bo'lsa, bu demak bo'ladigan spetsialist aniq. Demak, yana bersa, yana o'sha odamga Ulug'bek ham yaxshi gaplar bor, boqsa odam bo'ladi deb qo'yadi. O'sha boqsa deganda endi operatorga o'sha sharoitni yaratib beraversa, bu o'saveradi, o'zi ko'rinadi. O'sha endi. Endi mani nima desam bo'ladi? Конечно bo'ladi, Ulug'bek hamga shuncha byudjeti bor deb o'tirib bor byudjetidan harakat qilmasa, unda bo'lmaydi, конечно. Ulug'bek ham o'sha yo'lgacha necha yil yurganlar. Endi hamma u yo'lni bosib o'tdi. Hamma mana ko'pchilik aytib o'tib ketdi, yoshlarga ayniqsa pulini hisoblaydi. Har bir kasb. Men ko'p kuzataman. Mana atrofimdagi o'sha boshqa kasb bilan shug'ullanayotgan odamlar ko'p. Kino emas, ijod emas, umuman
Hamma faqat pulini surishtiradi. Anu svarchi soatiga 300 ming olayotgan ekan. Lekin u svarchi soatiga 300 ming olish uchun qancha mashaqqat kesib hech kim o'ylamaydi uni. Mana o'sha yoshlarga asosiy beradigan maslahatim faqat pulini nima qilmanglar, o'sha mashaqqatini ham o'ylash kerak, tayyor bo'lish kerak unga. Bo'ldi. Nima deyotgandim o'zi? Shundan yaxshi specialist bo'lsanglar, yaxshi pul topasizlar demoqchisiz. U baribir bo'ladi, o'zi shundoq keladi. Agar faqat mana puli qancha ekan, buni puli qancha ekan deb faqat uni qiziqsa, u ish bitmaydi. U svarchini bekorga aytmadim. Endi ko'pchilik masalan odamlarni bu kasb sohasini egalariga ish tushadi, ko'pchilik biladi, yaxshi svarchig ham narasxvat. Da. Narasxvat bo'ldi, bu yerda уже nimani anaqasini hojati yo'q, shunga aytyapman-da. Ularning ham razryadi bor-ku, qanaqa eng vyushshiy razryadi bo'lsa. Pulini surishtirishdan oldin o'sha nimasini ham o'ylaylar demoqchiman. Endi yoshlarga bu qaratilgan. O'zi shu yosh operatorlar, yosh ijodkorlardan qaysidir ma'noda siz ham nimadir o'rganganmisiz? Yosh operator deymizmi? U конечно o'rganganman. Xato qilmaslikni. Xato qilmaslik emas, ozgina shu endi o'zimni ham boshimga tushganligi uchun aytyapman-da, ozgina nima desam bo'ladi. Ixtiroslarni jilovlash, misol uchun bitta kadr yo bitta klipda hech qaysi bir ijodkor o'zini borlig'ini ko'rsata olmasligi, o'shaning uchun me'yor degan narsani bilib ishlash kerakligini o'rganganman. Shu bo'yicha birovni xatosidan narsa o'rgangan. Endi mana bir xil ish ko'rasizda, misol uchun mana mana bunaqa kasha qilib tashaganda, kasha qilganning sababi mana buni ham bilaman, mana bunaqa ham qila olaman, mana bunaqa ham qila olaman, yana mana bunaqa qilib bera olaman, yana mana bunaqa qilib bera olaman deb qo'yib qo'yganda, to есть o'sha ma'noda demoqchiman-da, sen undan ko'ra bitta qil, lekin o'sha narsa joyiga tushsin. O'sha narsa, o'sha hali aytib o'tganimdek, tomoshabinga o'sha fikrini to'liq yetkazsin. Bu unda mana qilib nima qilishni bilmay qolish mumkin-da. Shundan o'sha aytmoqchi bo'lganim, priyomlarga, bu taalluqli boshqalarga hamma narsa har bir vaziyatdan hozirgi kundagi texnический imkoniyatlardan kelib chiqib men ayta olaman, har bir vaziyatda katta byudjetli qanday mana решение topish mumkin bo'lsa, xuddi o'sha narsani low budget, no budget deb prikol qilishadi. Xuddi o'shandaqa решениесini ham topsa bo'ladi-da. Faqat shu ozgina izlanish kerak buning uchun. O'sha izlanish kerak. Yoshlarga o'sha eng birinchi beradigan maslahatim. Minimum narsa bilan zo'r narsa qilish dedingiz-ku. Shu narsaga Faridaning 2000 qo'shig'i. Men значительно katta texnika ko'rmadim bu yoqda, hech qanaqa skylift juda bir yo'q. Mana mana shu to'g'risida ozgina to'xtalib ketsak. Xo'p. O'zi вообще было бы вообще классно Faridaning 2000 qo'shig'iga siz qanaqa подготовка qilgansiz? Chunki ish juda ko'p. Qancha vaqt ketgan va siz определённый qanaqa действиялар qilgansiz? Ssenariyni qo'limga olib, Yolqin akamlarga rahmat. Shu ssenariyni menga berib, qani olaylik deganlariga qo'limga olib, syomочный площадкаga chiqqanimizcha 1,5 yilcha vaqt o'tdi menimcha. Ssenariyni o'qidim, bir hafta o'tdi oradan ko'rishganda сразу aytdim, men bo'ldi dedim, men dedim, уже ko'zim oldida hammasi dedim. Я уже всё представляю dedim. Уже dedim o'zimning eng yaxshi ko'rgan epizodim bor dedim. Uni qanday olishni ham уже o'ylab qo'ydim dedim. Mana shunaqa qilib gaplashdik, bosh qildik. Ketdi tayyorgarlik, keyin baribir sezon ketib qoldi, u bo'ldi, bu bo'ldi, har xil muammolar, finansiy, o'shalarning orqasidan vaqt ko'p ketdi. O'rtada men Moskvaga borib keldim, uning ichida Moskvaga borib kino olib keldim. Вот. O'shancha payt o'sha nima bilan yurdik. Конечно, Yolqin akam bilan Toshkentda mana tayyorgarlik payti ketayotganda o'tirib tayyorlandik.
Xullas o'sha 1 yil tayyorgarlik ko'rdik desam, menimcha xato bo'lmaydi. Uni o'rtasida Vibernaturaga borib keldik, Surxondaryoga. Lokatsiyaga qiziqadi. Men uверенным, что bu Oqtosh tarafida doim bo'lsanglar kerak edi. Surxondaryoda olgan ekansizlar. Boysun. U отдельный istoriya, baribir kino nimasi. O'tda juda ko'p nimalar. Shu bizani endi bu yerda o'sha kinoyimiz yetaklab keldi, o'sha lokatsiyaga. Bo'ldi. Вообще biz tog'li oshib o'tdik, joy qidirib topa olmadik. Bir hafta davomida gastitsamizdan shundoq bir 70 kilometrmi, 60 kilometr mana tayyor turibdi joyimiz. Voy bo'ldi. O joyda shundoq nuqta qo'yildi. Xursand bo'lib keyin qaytib keldik. Esimda bor. Shu. Podgotовkaga yana nimalar qilgansiz? Mana o'zingiz qanaqa raskadrovka qilganmisiz yoki hozir mana modniy bo'lib ketdi, blenderda bolalar chizishadi yoki yo'q, Yolqin akam bilan biz Yolqin akam bilan old schoolniroq ishladik. O'tirib birinchi albatta chitka qildik. Yolqin akam yaxshi taraflari ko'p nima qilganman, o'sha ssenariyni mana ijodiy guruhiga tarqatganlaridan keyin, o'qitganlardan keyin eshitib o'tiradilar, quloq solib, qani kim nimadir ekan, qaysi epizodni qanaqa ko'rayotgan ekan deb o'zlariniki bilan endi solishtirsalar kerak edi, o'zlariniki bilan to'g'ri направлениядami, noto'g'ri направлениядami. Xullas, har bitta epizodni разбирать qilib chiqdik. Hali lokatsiyaga bormasdan. Keyin o'sha yerda o'sha mana ijodiy izlanish bilan tug'ildi mana shu dekoratsiyamiz qanaqa bo'lish kerakligi. Shu mana ekranda ko'ringani demoqchiman. O'shanda ishladik. Ko'p narsalarni Yolqin akam bilan yaxshi taraflari o'sha aytganimdek eshitishi bilishlarida. Shu faqat noto'g'ri fikr, meni fikrim bor demasliklari. Fikr eshitib, agar yoqsa qabul qilishlari yoki yoqmasa etishlari. Shu. O'shani hammasini qildik birga. Endi ham ikkinchi taraflari mana ular o'zlarining o'sha mana rejissyorskiy g'oyalari bormi? Operatorga sanmisan operator, mana shu kadrga san javob berasanmi? O'yla deb tashab qo'yishlari ham yaxshi-da. Bir tarafdan o'sha ijodiy izlanishga majburlab qo'yadilar. Keyin ash kadrga san javob berasanmi degan gaplarini o'zi odamni sal boshqacharoq motivirovать qiladi-da, chunki javobgarlik hissi. Ham endi javobgarlik hissi, misol uchun bitta kursdoshim bilan men kino olayotganimda bo'pti dirdim-da, bu yerda Yolqin To'ychi bu gaplarni gapiryapti. Bu как бы уже sal boshqacharoq nima bilan desam bo'ladi. Уже не шутки да. Уже galatni degan o'tib ketmaydi-da, o'tdan. Shu podgotовка jarayonida operatorskiy решенияларni esla olasizmi? Men qanaqa berganman? Albatta. O'sha kranlarni o'ylab topdik, o'sha mana dekoratsiyani nima qilib bo'lganimizdan keyin, qanaqa bo'lishligini bilganimizdan keyin qanaqa xotla qilamiz, qanaqa ritm bo'ladi bizda, hammasini o'sha nimada o'sha o'ylab nima qilib qo'ygan. Endi o'yladik deganda qandoq? Bizda endi kinoni ko'rganlar bilsa kerak, bitta lokatsiya. O'shaning uchun uni raskadrovka unaqa narsaga biz nima qilmadik-da, biz sal undan yuqoriroq mana shu какие вот глобально qanaqa stilda olamiz, qanaqa o'sha taraflarni ko'proq o'yladik-da biz. O'sha mana dekoratsiyamiz qurib bitirilgandan keyin biz adashmasam syomочный gruppadan aldab qo'ymay bir oy emas, kamida 2 hafta oldin biz ketdik. Men, Yolqin akam, Bektosh. Уже непосредственно dekoratsiyani ichida har bitta epizodni разбирать qilib, qatdan qatga olamiz, mizansenni qanaqa выстраиваться qiladi, ularni endi har bittani demay, asosiy epizodlarni desamdan to'g'riroq bo'ladi. Gaplashib, уже bir-birimizni tushunishni boshladik. Kim nima xohlayotganligini. Endi rejissyor bosh bo'lgandan keyin birinchi o'chir Yolqin akam gapirdilar. Mana shundoq qilib, mana generalniy texnический momentlarni hal qilib ketdik. Masalan, mana o'sha yerda joyda turib ko'rganda, tak, men bu yerga yana bitta oyna ochishimiz kerak degan gaplar.
mana bu yerga mana bu narsa художник, dekoratsiyani yanada mukammallashtirdik. Mana bu nima o'ylab topgan narsamizni ishlashligi uchun mana bu yerga bu kerak ekan, bu mana shundoq qilib joyiga yetkazib 2 hafta menimcha, yo 20 kunmi aldamay, o'shandan keyin o'sha syomочный gruppa, aktrisa hammalari kelib, o'sha keyin syomkani boshladik. Necha kun davom etgan syomka? Ko'p emas, hamma hayron bo'ladi. O'sha tayyorgarlik endi baquvvat bo'lganligi uchun 21 smenada olib tugatdik filmni. Yo'q, Shunaqa. Men o'zim rosti hayron qoldim ishga ketish jarayonidan. Men bilmayman boshqacha nima deyishim mumkin. Yolqin aka krasavchik, boshqa nima deyman? Nega? Sizcha? Yo'q, hammamiz художникimiz, endi hammamiz baribir boshimizni birlashtirib, issig'imizga ham, sovug'imizga ham baribir ko'nib, endi o'tda nechta kalla bo'lsa shuncha fikr. Shunaqa. To'g'rimi? To'g'ri. Endi ko'pchilik ichida masalan hamma birdek bo'lmaydi baribir. Ijodkorlarni o'zini ichida qanaqadir raznoglasiyalar bo'lishi mumkin. Kamigani 4 ta aktrisa, boshqa bu xullas juda ko'p momentlar o'shalarni yengib o'tib nima qilish oson emas demoqchiman-da. Shu ma'noda. Yo'q, yana kinoni ko'rganimizda bu men nimaga e'tibor berdim? Na улица, то есть naturali ko'pincha rejimga yaqinroq vaqtda yoki rejimda olinganda, shuning uchun 21 kun qarab sizlar ulgurgan ekansizlar deb qoldim. Yo'q, o'shani точно gaplashib olib, Zenitda interyerga kiramiz. KPP zo'r tuzilgan, короче. KPPni o'tirib nima qilib, o'shandoq bo'ldi. Вообще. Menda mana shu kinoda yana bitta savolim bor edi. Ritm masalasi. Bu endi hamma operator qanaqadir слабый tomoni bo'ladi-yu. O'zim bilaman, o'zim слабый tarafim. Kinoda ritm. Как вы чувствуете? Qanaqa his qilasiz? Kino ritmi qanaqa ketish kerak? То есть bunga qancha vaqt ketsa? O'qiganimda. То есть qanaqadir ma'no chuyka noto'g'ri so'z. To'g'ri so'z. Intuitivno, mana Abdurahim akam shunday odam. Intuitivno. O'zi tushunmaydi bu narsani, lekin intuitivno to'g'ri qildi. Mana qaranglar deb gapirardi. To'g'ri, intuitivno. Ritm ham sizda intuitivno bo'lgan? O'qiganda, Endi o'qiganda o'sha nima. Chunki kino masalan, mana medlenniy proyezdlari, medlenniy naezdlariga, medlenniy panoramalariga qaragan holda ham baribir juda qiziqda. Nima desam bo'ladi? Kadrni juda ko'p sloyi, то есть там разнослоевая вещь, которую ты раскрываешь, ochilib ketaveradi. Вот это вообще классно. Intuitivno. Keyin o'sha nimani, mana o'sha yerda ham baribir generalni men o'sha geroinyalarimizni nimasidan ham ko'p kelib chiqqanman-da, o'sha yozilgan holatidan yoki bo'lmasam mana bitta keyin bo'lib o'tadigan joylari bor shunaqa. Hozir unaqa prям покадрово разбирать qilib o'tirmaylik. Keyinroq bo'lib o'tadigan sabitiyalarga bir pasxalkalar tashab ketgan biz yoki bo'lib o'tgan narsani sezdirmasdan eslatib ketgan biz. Mana shunaqa joylari bor. Вот. Мастерство. Наверное. Мастерство. Звезды сошлись. Men bu filmni ko'rganimda bitta narsani o'sha kuni ham ko'rganimda sal обсуждение qildik. Boshlanishida quyosh teparoq vaqtda tanlangan, to'g'rimi? Boshlanish jarayoni shunaqa ketgan, oxirlarida o'sha zakatviy kadrlar, quyosh botayotgan kadrlar soyalar bilan salanaqilardan bilingan. O'sha именно adashmasam zenit vaqti bo'lsa, dramaturgiyaga xizmat qilganmi o'sha narsa ham? Bor, xizmat qilgan joylari bor. O'sha aynan nima tomon dramaturgiyaga xizmat qilgan deb o'ylaysiz? Shunaqa qanaqa podgotovka qilgan o'sha narsada? Menda bitta fikr bor mana shu narsasiga. Qani eshitdingiz? Uzr, men sizni ishingizdan qilmoqchi emasman. Men o'zim sezgan narsam bu yerda sizlar dekoratsiyani shunaqa qurgansizlar. Tepadan tushayotgan svet ham zo'r soyalar tashlayapti-da, tam linии. То есть там тени тоже играют. Teni, perspektiva, mana bu ustunlarni, bu dekoratsiyani o'zi maketi bor. U maketini hali biz u dekoratsiya qurilmasdan joyini topib bo'lgan edik, hamoymi. Maketi tayyorlandi. O'sha maketining ustida Toshkentda ofisda bir adashmasam bir oy o'tirdik.
mana men bundoq olaman, men bundoq olaman, men bundoq bo'ladi, men bundoq bo'ladi, men bundoq bo'ladi deb Yolg'on akam bilan epizodlarni, prям mizansenalarni разбирать qilganimizda, уже men o'sha yerda o'sha maketga qarab, уже mana mizansena bor, hamma narsa направленияni tanlashdan. Mana operatorda endi ko'pda yordam beradigan narsada и уже o'sha yerda o'zida bundoq qarab mizansenaga balkim kuchli ishlamas, lekin izobrazeniyaga glubinaga yaxshi ishlaydi deb masalan направленияларni tanlagan joylarimiz bo'lgan, misol uchun bir xil joylarda naborot уже perspektiva hamma narsa nima qilib o'sha dramaturgiyaga masalan nima qilib ploskiy kadr, nimaga ploskiy, chunki bu yerda o'sha состояние ploskiy yoki bo'lmasam qamalib qolgan mana shunaqalar qilib nima qilib o'zimizga o'zimiz оправдание topib nima qilganmiz-da, направленияларni tanlaganmiz. Kinoni boshida по-любому специально qilgan bo'lsanglar kerak, hammani romkani ichiga, hamma giroy hamma romkani ichida oynani, o'sha yerdagi o'sha o'rtadagi oyna o'shaning uchun ochilgan, специально o'shani uzun proxodda ikkita oyna bo'lyapti-da, biz nima qilyapmiz, men aytayman, что-то слишком katta nima bo'lib ketyapti, черный fade bo'lib ketyapti. Unda mana shu fade'da garantiya beraman, 99% ko'rgan operatorlar mana shu yerda переход bo'lgan deb aytadi. Keyin ularga bittalab dokazat qilib berish уже endi вообще mana kinoni endi baribir разбирать qiladigan odamlar bor-ku, точно mana shu yerda fade bor deb aytadi, tushunadiganlar. Bunaqa bo'lish kerak emas deb u bitta gap bo'ldi-da, oradan 3 kun o'tibmi, 4 kun o'tib, ras bunaqa chuqurroq nima qiladigan bo'lsak, o'sma qo'yadigan epizodi bo'lib qoldi-da. 3 ta xotin o'sma qo'yish kerak, oyna 2 ta. Uchinchisi nima qiladi? Aytdi yuradi, maytdi yuradi. Keyin anunga ham bo'lmayapti bu 2 ta oyna. Bunga ham davay 3-oyna mashdan ochamiz deydi. Shundan rejissyorga, xudojnikka chizib, razmerlarini ko'rsatib ochtirdi oynani. O'sha manaxot ham o'sha yerda bilindi keyin polностью. Necha kun repetitsiya qilamiz deyishdi. Men aytdim, nima deyapsizlar dedim. Bo'pti, 3 ta dubldam ol deydi. Mana boshidagi sahnani tushundim. O'sha sahnani 3 ta dublda olindi. Ko'p dublda yo'q, material shunaqa. Shunda o'sha sahnada adashmasam 3 ta xotinini ham anaqasi ko'rsatilganda. Birinchisi holati birinchi eshikda bittasiniki oynadan keyin o'tib, keyin oxiri eng qari ayol kirib keladi. Mana shu holatlar. Hisob. Robiyani kimligini ko'rsatdi o'tda sразу. Ani abdastdan bundoq tashaveradi oldiga, o'zing yuvib oldi. Bu rashq qo'shatdan boshlangan nakal nima. Endi конечно qizlarimizga ham gap bo'lishi mumkin emas. Kinogarem deyman men. O'zbekcha garem nima bo'lardi? Men bilmasam. O'sha deb aytaman. Unaqa Faridaning 2000 qo'shig'i birinchisi bo'ldi. Keyin Moskvada yana bitta shunaqa proyekt oldik. Bu yerda ham 4 ta ayollik. Bitta odam xotini bo'lmaydi, ular har xil odamlarni, ularni ham shunaqa kinogaremim deb nima qilardim. Вот. Shu nima uchun? Просто aktrisalarga o'zi mana Otabek ko'p e'tibor beradi bu narsaga. Sizda aktrisa kadr kirsa sразу o'zgarasiz deb qo'yadi. Yo'q edi deb qo'yadi. Yo'q deydi. Endi baribir qandaydir o'zini bemalolroq his qilishini xohlayman. Men obyektiv ko'rganda sразу nima bo'lib qolmasligini xohlayman. Keyin baribir o'rtada o'sha o'zimni xohishlarimni nima qilaman, aktrisa bilan, aktrisa emas, вообще kadrdagi odamingiz bilan qancha operator kontakti yaxshi bo'lsa, o'sha xohlagan narsasini tezroq erishadi-da operator. Endi men juda ko'p, masalan, aktyorlarni shu yoshimgacha shuncha kinoda ishlagan bo'lsam, hali bir konfliktga borgan aktyorim yo aktrisamni esla olmayman-da. Hammasi bilan o'rtoqmiz, hammasi bilan отношениям yaxshi. Вот. Ayol kishilarni yaxshi chiqishsiz, по-любому ularni chiroyli portretga olishni ham bilasiz. Qanaqadir life hack bormi, masalan, bir xilla promis filtr qo'yib oladi. Yo'q, no это инструменты. Вот ko'proq baribir o'sha u hani leksiyalarda ko'p savollar berishadi. Men bu kamera mana bunaqa razрешение olar ekan, men bu filtr unda yo'q, ulardan uzoqroq. Birinchi o'sha poeziyani nima qilib olish kerak. O'sha kadrda именно
nima desam bo'ladi. Men endi o'zi har bitta mana proyektim bormi, har bitta smenam bormi, yo bir reklamada ham, kinoda ham, nimada ham o'zimga shu bitta nima ushab olaman-da, bu tam ikkita uchta so'z bilan ikkita uchta so'zni olib o'sha proyektga bog'lab qo'yaman. Ani o'shalarning atrofida keyin izlanishni boshlayman-da. O'shanga u ani promis filtr qo'ysam yolmog'izim chiroyli bo'lib ketarkan degan nimalar bular уже наоборот izlanishga, ijodga nima urishni boshlaydi. Bu ani повторениyaga olib kelib qo'yadi. Faqat masalan ani klipda bitta ani glow filtr ishlatsa qarasa mashinalar razmazini bu hamma o'zbek hopis qizlari keyin glow filtrda chiqib ketishadi birdaniga. Почему? O'sha instrumentlar millionta, ularni hammasini bilgan yaxshi, lekin o'shani masalan bilmasa, masalan men bilmasam, men uyalmayman, men so'rayman. Mana boshqa yosh operatorlar bor, mendan ko'proq shu instrumentlar, men bundoq qilmoqchi edim desam, darrov решениyani aytadi. Mana bu narsa bor deb. Misol o'zim bilmasam, tushunmayotgan bo'lsam, yoki bir narsani qilmoqchi bo'lib harakat qilib ko'rib biror mahalim texnik etib qoladi bir xil. Nima xohlayapsan u? Ne хочу вот так, men bundoq xohlayapman desa, to'xta, men bu bor-ku deydi. O'shaning uchun bu yerda birinchi o'sha narsaga ko'proq yondashish kerak. Postanovkachi operator endi mana Abdurahim akamning gaplari, keyin bizda balkim O'zbekistonda ozgina искаженныйdir bu narsa. Masalan, mana Moskvada postanovkachi operator, postanovkachi rejissyor, postanovkachi rassom, bu to'g'ri rejissyor gapi yuqoriroq turadi, lekin uchchalovini gapi ham bir-biridan bo'lay nimada aytmoqchi bo'lganim bu ijodiy единица, ijodiy aboyma. Kinoda tем более изображениyaga javob beradigan odam. O'zim maqtayotgandek bo'lib chiqaman, lekin bu hamma operatorlarga taalluqli. Mana Abdurahim akamni yana bitta gapini eslab o'tamiz. Kino tug'ildi, operator paydo bo'ldi deganlar. Buni hech kim sporlasha olmasa kerak. Dramaturg, rejissyor, aktrisa, teatr hamma narsa bo'lgan, kino tug'ildi, operator paydo bo'ldi. Endi осветитель operator guruhi deylik, ya'ni осветительlarni chetga surib qo'ymay, hatto teatrda bo'lgandir осветительlar. Kino o'ladi, operator o'ladi deb aytardilar. Mana sizlar sohillik haqiqatan endi bunda olib qarasa shundoqda, kino bilan tug'ilgan, kino bilan yo'q bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, ko'p joylarda men hozir izzat talab bo'layotgandek bo'lib chiqishim mumkin. Endi hamma o'zi qanday xohlasa shunday tushunsin, no ko'p joylarda operatorlarga именно o'sha texnicheskiy решениyaga qaraganda, kadr qo'yganda operator chirog'i o'sha nimadan qo'lidagi ssenariydan kelib chiqib emas, chista yuzi ko'rinish uchun qo'yib bersa bo'ldi deb qabul qiladigan odamlar bor. Bu ani o'sha narsa sohani bir qanaqadir rivojlanmasligiga yoki bir qanaqadir zatarmojinniy bo'lib qolishligiga как-то nima qilib ketadi-da. Masalan, o'sha narsani Yolg'in akamga o'xshab sen operatorsan, sen javob berasan, delay desa, endi bordir unaqa, men yo'q deb ayta olmayman. Delay deb aytsa qiladi, menimcha qiladi. Shunaqa qo'shilaman gapingizga, meni ham bizda bo'lgan. Ko'pda operatorga chisto o'sha menga fleshkani qatga tiqishni bilsa, obyektiv almashtira olsa, deb mana shunaqa qarashadi. O'sha narsa operatorlarni ham, mana yosh shakllanib kelayotgan operatorlarni ham ijodiy yondashuvga emas, именно o'sha instrumentalniy, texnicheskiy yondashuvga nima qilib ketib qoladi, tortib ketib qoladi. Fikrini, xayolini, mana fotoapparatni bilsam bo'ldi. Men hammaga aytaman, bilmaylar buni. Nimaga mana sizlar yoshligidan o'shalar mana shundoq tarbiyalansa, men operatorman, men plashetga keldim, bo'ldi. Men mexanikman, kamerani olib kelib aytga qo'yadi. Tushuncha bo'lish kerak, mana format to'g'risida boshqa tushuncha bu, lekin u qaysi knopkani bossa nima chiqishligiga shart emas u operatorga. Unga vaqtidan burun mana bu fleshkani megabaytini ham sarflash kerak edi. Uni undan ko'ra o'sha
более высокие вещи, амбиции. Ambitsiya o'zbekchada qanday bo'ladi ambitsiya? Men bilmayman. Qiynayapsiz deb bizani. O'sha ambitsiyani ham mana O'zbekistonni ramkasiga qo'yish kerak emas. Uni har bir endi men bilmayman. Kechqurun uxlashga yotayotganda har bir operator o'ylashi mumkin. Gollivudda hozir nima bo'lyapti ekan? Richardson nima qilyapti ekan hozir shu o'tirishida? Richardson явно o'tda obyektiv artib o'tirgani yo'q. Yo'q glow filtr razmerini rishat qilayotgani yo'q. Yoki borib texnika olayotgani yo'q. Mana bu narsalarni baribir nimada mana Germaniyaga syomkaga borganimda 26 yosh bo'lgan ekanman. 27 yosh. O'sha atrofida, ya'ni 1 yil, yarim yilga adashishim mumkin. Gaffer kelyapti, ularning gafferi, biz kelyapmiz kino studiyasiga. Ulardan gaffer dolshik kelyapti, nemislar. Biz mana men, переводчик, prodyuserimiz, yana kimdir yig'ildik xullas. U bu gaplarni gapirdi, переводчик hammamiz tanishtirdi, bosh qildida. Gaffer aytadi, "Bo'pti, qani operator постановщик, qani men generalni gaplashib olay, nima xohlayotganini." U bu dedi-da, переводчигimiz meni tanishtirdim, u mana baxa deb nima qilsa menga bundoq qarab, menga ikkinchi operator kerak emas, постановкаchi operator kerak. Mana mashpasini bundoq qarab, necha yoshda bu bola deyapti-da. Yoshga otdi ani nimani, Stefenida, u Stivmidi bir bola edi. Такой прямо ариец, немец edi, xullas. Nima? Bizda deyapti, men deyapti, shu bugungacha gaffer bo'lib ishlab 40 yoshdan yosh operator постановщик ko'rmaganman. Как вы можете ему проектida mana shunaqa deb ketganda, yoki ishlab yaxshi bo'lib ketdi. U keyin naborot xursand bo'lgan. Bizda deyapti, masalan, не то что endi balkim bitta ikkita qobiliyati bor bolalar nima bo'lib qolmasa, bunaqa должностьga apriori hech kim рассматривать qilmaydi sanga o'xshagan yoshlarni. Bizda mana sandagi yoshlar ikkinchi operator, fokus puller, kim bo'lishidan qat'iy nazar, постановкаchi operator bo'lolmaydi deb aytganda, u вас классно sizlarni davlatinglarda mana shunaqaligi zo'r ekan deb mana shunaqa gapiruvdi xullas. Tushunishim bo'yicha ijodkor yana ham mukammalroq narsani, mukammalroq ssenariyni deylik ochish uchun ichida qanaqadir bo'l yoki nimadir bo'lishi shartmi? Aytishadi-yu, masalan. Kuzatish kerak. Bo'l kuzatuv bilan. Bo'l это to'g'ri, endi balki men hozir ko'pchilik dramaturglarni bir nima qilib qo'yayotgandirman, men ko'proq kuzataman. Men ko'proq obrazlarimni ham, masalan, lokatsiyalarni ham, состояние ham shu atrofimdan qidiraman. Atrofimdan qidiraman. И, конечно, o'sha внутренний подход, o'sha o'zimni qabul qilish nimam, как правильно сказать? Moskvada aytuvdi menga uni, bitta sahna, ona sahnasini olayotganimizda rejissyorimga men o'zimni qanaqa fikrimni bildirsam, da baxa baba meni musulmonsan-da, men bu onaga bunaqa qarab olsam, men вообще o'ylamaganman bunaqa narsalarni dedi. Что o'sha nimaga nisbatan aytmoqchi bo'lgan odam o'zini ichidan как meni через себя проводит, как бы o'sha narsada bunday olib qaraganda meni har bitta olgan kadrim это мой личный подход, личный o'zimni shaxsiy ko'rishim shu kadr. Shu vaziyatda o'shani mana qandoq chiroq qo'ysam desam, o'sha o'zimni личный men. И buni qabul qilish, qabul qilmaslik u o'sha tomoshabinni nimasi. No o'sha endi men bu assotsiatsiyalar bilan ko'p o'sha o'ylayman. Assotsiatsiya deganda qayerda o'tgandi men bu leksiyani esimda yo'q. Hozir avtorni ham nima qilmay, ну точно nima qilib olganman, shu aytib o'tgan. Men masalan mana ekranda giroyni ko'ryapmanmi? O'sha giroyni da kimnidir ko'rib topib olishim kerak-da. Endi fantastika bo'lmasa, bu tam понятно, пятый элементga o'xshamaydi. Hayotiy kino yo hayotiy rolik, mana bugungi nima. Я не могу показывать nimanidir, что mana O'zbekiston miqyosida 37 million tomoshabin bo'lmagan gapni bor deyishda misol uchun. Вот и всё. O'shanga o'sha masalan men mana obrazni ko'rsatyapman, masalan Shopir obrazini ko'rsatib, o'zim ko'rgan Shopirni ekranda ko'rsatkim keladi, чтобы
Bular ham Koreyani toshmatakayu bu dvorishligi uchun-da, вот и всё. Boshqa nima yo'q. Вообще класс. Но hozir men удивить qilayotgan joyi operatorskiy qanaqa instrument ishlatasiz bunga? Ну, разумеется, obyektiv, освещение bo'lishi mumkin. Но obraz qanaqadir действиялariga yoki so'zlarga quriladigan narsa emasmi deb o'ylab qolmanman-da. Nega? Yo'q, o'sha to'g'ri, lekin kino bu nima? Kino bu ассоциативное, насильное управление. Bu chalkashtirib tashladi, o'zbekcha o'giraman, chalkashib ketdi. Tomoshabinni fikri bilan fikrini majburiy управлять qilish, majburiy как nima? Boshqarish. Vo. Bo'ldi. Qayerga qarab siz направлять qilsangiz, o'sha yoqqa qarab ketaveradi fikr. Mana shu yerda menimcha zo'r joyi Faridaning Kimning qo'shig'ida siz yaxshi ko'rgan epizod o'sha aytdingiz-ku. Eng yaxshi ko'rgan epizod siz to'xtalib ketdingiz. Lasgi. Огненный tanez dirdim. Yaxshi ko'rganim sababi, birinchi sababi o'sha o'qib chiqqanimda yomon yoqqan menga o'sha sahnani o'zi. Yoqqanning sababi endi o'zimga o'zim o'qib kelib, zadachilar bor-ku, svet yo'q, boshqa yo'q, nima Gulxan yoqadi. Gulxan qanaqa syomka qilsa bo'ladi, Mariva. O'zimni shunaqa tasavvurlar qilib tashladim. Anaqa qildimda, keyin ikkinchi momentda imенно ssenariyda o'sha raqs bo'layotganda, tog'i nariyoq burchaydi, Shomirod ko'rib turgan bo'ladi. И сразу ko'z oldimga shu kadr keldi-da, как я его буду снимать? Dedim. Masshtab katta-da, разброс masalan 10 metrga otni qo'yib syomka qila olmayman-ku. O'sha yerda kamera ot bilan endi o'sha kadr nima qilgan bo'lsa, kamida 400-500 metr uzoqda turibdi. Televizor o'ta olgansiz-da, tushunishim bo'lsa. O'shanaqa nimaga borib, o'tga svet tortib bo'lmaydi. Biz pishkom kamera bilan shtativni zo'rg'a olib chiqqanmiz. И o'sha 300 metr uzoqdan o'sha raqs bo'layotgan joydan pribor qo'yganman otga. Nima qilay? Bo'lmaydi bu ko'rinmaydi. Sizlar to'xtanglar, sizlar aytganim qilinglar, bo'ldi. Ya bilan ishinglar bo'lmasin deb. Nima? O'sha raqs, men eng любимый epizodim Огненный tanez deb o'zimga o'zim nom berib olganman. O'shina edi. Xarakterga boy joy, chunki aktrisa ham прям вообще она там сыграла крупный план. Вообще. Bahromaga, neyna deydilar. O'sha yerdan boshlanadi hammasi. Shunaqa qilib shu Praktikangizga bog'liqroq bo'lgan savol. Ya'ni, xudo xolasa shogirdlaringizga studentlik umuman manfaatliroq bo'lsa kerak. Mana shu student paytingizdan, shogirdlik paytlaringizdan boshlab qanaqadir xato qilgan bo'lsangiz, o'sha xatoyingiz hozirgacha ta'sir qiladiganlari bormi? Yo'q. Bunaqa yuzim yerga qaratadigan. Bo'ldi, tushundim, men tushundim. Yo'q, пока вроде. Bunaqa yo'q. O'sha aytganimdek knopkani bosganda biografiya yoziladi degan gap yaxshi nima? Yo'q, bor xatolar. Bor, u darajada ham ta'sir qiladigani yo'q. U ish bor joyda baribir kamchilik bo'ladi. Uni 100% nima qilish kerak. Keyin mana yoshlarga aytadigan narsam, o'zim ham yosh bo'lganligim uchun-da, u payti baribir boshqacha qaraysiz. Keyin mana vaqt o'tib, uje yoshlikda baqirib gapirganda ham hech kim eshitmagan narsalarni hozir pichillab aytib qo'ysa hamma deb uje qaraydigan davrga kelganda odam kasbida nimasida uje masalan o'sha nimalarni aniq qilsa bo'ladi-da. Bir xulosa yo bir maslahatlarda endi o'zim ham mana maslahatlarda katta bo'lganman, juda ko'p. Mana shu operator bo'lgunimcha yo'limda uchragan operatorlarning bittasi ham ko'kragimga tepib sen odam bo'lmaysan demagan. Shu Toshkentdan qo'limdan yetaylar Moskvalargacha olib ketgan mana operatorlar. Qilayotgan ishingga o'zing uveringmisan, yaxshi qilayotganing. Men har doim shunaqa podxod qilganman. Har doim. O'zing uveringmisan, qilayotgan ishingga ishonching bormi? O'zingdagi ishonch, ichingdagi ishonch bo'lsa, ko'p narsa tiz cho'kadi oldingda. Ko'p narsa balkim bo'ysunmasu, lekin o'sha ishonching yordam beradi to'g'ri yo'lni tanlashga, to'g'ri vыборni qilishga. O'sha ishonch bo'lishi kerak. Ishonch deganda qandoq? Mana menga bir marta keyin o'ylanganman u narsaga-da.
yaqinda bir 3-4 yil oldinmi o'sha 24-25 yoshimda olgan proyektimni aytganimda shunaqa yoshda bo'lganmiz. Qo'rqmaganmisan deb qo'y. Rejissyoring Uskov, Soyuz kinematografiyasining mastodontlari bo'lgan. O'shani men operator postanovщикman shu odamda. Qo'rqmaganmisan, qanday o'tam bu? Nima qo'rqaman? Vering bo'lganman o'zimga. Как так? И meni keyin o'zimcha o'ylab nima qilsam, haqiqatan bundoq o'ylasam, hozir men bu masshtablarni o'ylayapman-da, masalan, syomka nima kerak desa, darxondani yo'l bor-ku, o'shani yopib tashlash kerak. Baxa, o'tda gayi qiyin bo'ladi. Yopmasak ololmaymiz deb turaverganman-da. Vering bo'lganman-da, shunga bo'ldi. Yoki tam men bilmayman, tam Nashazorda otda yugurib ketish kerak bo'ladi-da. Giroylarimiz bittasi. Epizod, bu katta epizod. O'sha вообще kinoni ключевой epizodlaridan bittasi-da. U vashi qiziq voqea. U o'z Chirchiqda hamma biladi u voqeani. Meni tanishlarim. Xullas kinoni bu yerda boshlaganmiz и endi ana epizod olinish kerak. Syomka fevralda boshlangan. Fevralda boshlab sentyabrda tugatganmiz-da syomkani. 7 oydan oshiq, 5 ta davlat, 5 ta ekspeditsiya, mana shunaqa bo'lganda, xullas. И o'sha yerda o'sha nima? Qatta olamiz, Chuyski dolina bo'ldi birinchi. Chuyski dolinani borib ko'rishdi, Nashazor kerak edi endi. Ko'rishadigan bo'lishdi-da, keyin o'sha gaplashishganda u qozog'istonlik prodyuserlar qanaqa qiyinchiliklarga uchrash mumkin, gruppa mumkin emas, uchrashishligini aniq bilgandan keyin bular отказ qilishdi. Penza viloyatida bizani mana Shredder bog'iga o'xshagan opitniy institut bor ekan, o'sha territoriyasida o'stirib berishganda, Nashazorni. Rossiyadagi Penza uchun. Penza. И o'sha yerda men yuribman, и prodyuser keldi. Yana kimlardir keldida savollar beryotibdi-da, dalada. Menga qaralaring dedim. Chun problema dedim. Nashandim, ekasan dedim, sug'orasan o'sadi. Nima muammo dedim. Bu ham ekin deyapman-da. Anaqasi yo'q deyapman. Просто menga undan deyapman kerakligi deyapman, imенно deyapman. Nimalardan boshlandi birinchi? Nashaga o'xshagan qanaqa o'simliklar bor, tudda, shudda, mashinalar, kechqurunlari ular gostinitsada yashaydi-ku endi bu yerda Toshkentda hammasi. Men uyimda yashayman, ota-onam bilan yashayman. Kechqurunlari chaqirib olaveradi gostinitsasiga, kelib ani 3-4 soatlab diskussiyalar, men aytdim, qo'ylaring deb, ertaga syomka qilish kerak sizlar bu yerda, bu kuzda olinadigan narsa. Xullas, mana shunaqa bo'ldi. Oxiri o'sha Penzada o'stiradigan bo'lishdi ular. Menga aytibdi, qancha territoriya kerak senga dedi-da. Men aytdim, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi dedim. O'sha qancha yer bersin, nima qil? В любом случае dedim, mana shu uzinasiga dedim, gradka dedim, kamida 100 metr bo'lish kerak dedim. Ot dedim, razgon olib dedim, to'roy olib chopadigan nimasiga kelib, o'sha joyini men syomka qilaman, to'xtagunicha ham joy kerak dedim, dedim, keyin ot keldim. Xullas, mana shunaqa qilib nima bo'ldi? Bo'ldi dedim. Sendan yana qanaqa nima tezda, texnik zadaniya bo'lishi mumkinsa, men aytdim, quyoshni botib chiqishiga nisbatan men ariq qanaqa olinish kerakligini chizib beraman sizlarga dedim. Menga o'sha kerak edi, naturada nima quyoshga arig'im to'g'ri kelsa bo'ldi, arig'im demi-ku. Nashani arig'i to'g'ri kelsa bo'ldi. Shun bilan o'shani ator qog'oz oldimda, sever, vostok hammasini chizib, ariq o'shan orasiga chizdimda, prodyuser qo'lga berdi. Men aytdim, o'sha dehqonlaringga olib borib bersang tushunishadi dedimda. Bo'ldi. Meni xabarim bo'lmagan. Avgustda Mosfilmda pavilyonda syomka qilib turibmiz, o'sha daladiga nasha o'stirayotgan ular professorlar-da endi plus minus unaqa institutda ishlagandan keyin. Telefon qilib, o'tda nima bo'ldi? General, men endi hazillashib nima qilib, o'sha yumor baribir plashatkada ancha odam razgrushlat qiladi deb nima qilaman-da. Prodyuser, direktor kartina prodyuser yordamchisi kelib, "Baxa, dalani rasmga olishmoqchi, qanday olishsin, senga jo'natish uchun u bu dedi. Do'qon nima qiladi rasmga olib, bitta kustni kovlab chiqarishsinda, tuyaga solib jo'natib yuborishsin, men bundoq qarab o'zim bilib olaman" dedim. U полный seriozda uni borib prodyuserga aytgan. Prodyuser men oldimga kelib, "Baxa, men bu yosh qizlarni nima qilasan unaqa jinni qilib?" Endi u tushunyapti. Undan oldin birinchi bo'lgan tema nima bo'ldi?
u endi kino ham o'sha narko торговец to'g'risida-da, o'sha endi gashish deymiz hamma, o'sha nashani nimasini sotadigan ayol to'g'risida kitob endi u. Bestseller. Rekvizitorimizga aytayapman-da, Aksana. U jahlimni chiqardi. Biz endi Toshkentda naturani oldik. Germaniya, Ispaniya, natura ko'p joylar natura oldikda, anaqalar interyerlar asosan ayniqsa Toshkent, polniy Moskvada Mosfilmda pavilyonda olinadigan bo'ldi, dekoratsiya qurilib. Mana o'zbek kvartirasi qurilganda kirib kelyapman. Dekoratsiyani qabul qilib olishimiz kerak. 3 kundan keyin syomka boshlanishi kerak. Bitta paxta gul servis yo'qdi kvartirada. Men aytdim, qani rekvizitor chaqirib yoqqandim. Keldi, 3 oydan Toshkentda yurib, nima qilding san dedim. Nima deb, bu dedim, o'zbekskiy kvartira emas deyapman-da. Как так? Qani dasturxon, qani chisto o'sha o'zini dunyoqarashi bilan qilib qo'ygan. Shu bilan u bu bo'ldi dedi, skladdan hozir topib olib chiqamiz deb, olib chiqishdi, syomkani boshladik-da, birinchi kunlarimizda osh pishirish kerak kadrda kvartirada. Pirotexniklar kelib gaz ulagan, plitaga bosh qilingan, Soyuz davrini endi olyapmiz. Qozon qo'yildi. Ular tayyor osh olib kelib qozonning ichiga solishdida, ani tipi pishiradigan, suzib oladigan bo'lib nima qo'yib, yoq oloni dedim, yoqishdi, bosh qilishdi, suv solishiga ozgina parchiqsin dedim, qopqog'ini ochganda dedim, xo'p deb qilib, ana qilib nima qilsa, pishillab bir payt qozon yonib ketsa bo'ladim. Pavilyonda hali pirotexniklar janjal, gazni o'chirgan, taxtayu hamma yonsa bo'ldi, oxir zamon boshlanadi. 5 ta 6 ta kvartira qurib qo'yilgan bitta pavilyonning ichida. Xullas o'chirishda qozon teshik. Yog' oqib chiqqan, solgan oshini-da. Va dedim, Aksana dedim, 3 oy Toshkentda yurib teshik qozon ko'tarib keldik Moskvaga. Biz jinnimiz, jahlim chiqardi-da, короче. Yomon jahlim chiqardi. Ilojim yo'q, olovsiz syomka qildik-da. Qozon oqib ketyapti. Shunga kelgan oradan ozgina vaqtda seni men boplayman dedim-da, uzoq istoriya bo'lib ketdi. Endi men bir kun chaqirdim Aksana dedim, ertaga boramiz desam, anu dedi, Girayin oti nima edi bilmayman. Snatkina endi aktrisaning o'zi, Snatkina dedi, o'sha nimani gashishni dedi, chumadanga upakovka qotganini olamiz-da. Bo'ldi dedim, esingda egandimi sahna oshi? Ha endi. U dedim, gashishni men krupni olaman dedim. Xo'sh dedi, menga dedim 200 gram dedim, 200 gramdan slitik kerak edi. Men plastilin o'tmaydi dedim. U ham ko'p o'ylamasdan shartli prodyuserga zayavka yozgan. 200 gram gashishga $2000, $2,500 pul ajratib berishingizni so'rayman deb prodyuserga zayavka jo'natganda. Edik menga telefon qilyapti, prodyuserimiz baxa deydi. "Я понимаю, она tupaya" deydi. "Ты zachем deydi, uni unaqa qilyapsan? Yaxshi deyapti, menga jo'natdi" deb. "Generalniga jo'natsa nima bo'ladi" deyapti-da. Nima bo'ladi, hech narsa bo'lmaydi. 2,5 ajratsalar 200 gram gashish keladi plashetkaga desam. Edvard men deydi unga telefon qilib, "Mayli, baxa senga unaqa zadaniya beribdi, zo'r. Sen buni narxini qayerdan chiqarding?" desam, "Telefon qilib bildim" deb aytibdi menga deydi. Jinni qamiydi hammamiz ertaydik qo'yadi. O'shanaqa prikol bo'ldi. Realniy продавательlarga telefon qilib, gashish topib, Естественно. Ha, 200 gram menga kerak deb. Professionalniy podxod deydi. Shunaqa bo'lib, shunaqa prikol bo'lgan. Men uni endi uzoqdaman, men bilasanmi dedim, kadrda dedim, ani krupni dedim, araqni syomka qilsa, haqiqiy araq quyadi, suv hech kim syomka qilmaydi. Bilasanmi? Ha, bilaman dedim. Bilsa endi gashish ham mashinaqa dedim, uni krupni olganda o'zi bo'lish kerak edi. Men plastilinlar shunaqa qilib, prikol qilib shunaqa. Xullas, u gapdan gap chiqdi, boshqa bo'ldida, shu bilan anunga o'sha tuvayga jo'natib yuborsim, tuvayga solibdi, kusti desam, yana bitta qotdi prodyuser. Keyin bo'pti, senga o'zi nima kerak, shuni bilayman deyapti-da. A o'tda общий planimiz bor. Epizodda aktrisaning POV'si borda, tog'i Jizzax tog'larining orasidan tepadan turib pastga qaraganda, o'sha otlar yugurib yurib, anoni yig'ayotganini ko'rish kerak bo'ladi-da geroinya. Uni o'sha subyektiv kadrini olishim kerak men. Men doimo o'sha subyektivni olishim uchun men bu CG endi men xayolimda yo'qdi, hozir aytib beraman sababini. CGga zadaniya berishim uchun nima qanaqa anaqa qilishni, shunga men bilishim kerak ploshchidini, balandligini, kuslarni dedim-da. Hozir bilib beraman, yonimda shunday telefon qildi. Gaplashib, ha, xo'p dedi, trubkani qo'yib, 7 gektar yetadimi deyapti-da. Nima deyapman-da, 7 gektar deydi. 7 gektar nasha o'stirib berishgan. O'zim mayda bo'ldim-da, men boshqa savolim ham yo'qdim. Borgandim o'zimni zo'r joylarini topib olibdim.
syomka qiluraman dedimda, nima qilman? В итоге o'sha subyektivni olishga Penzadagi eng baland Skyliftni zakaz qildim. Eng baland Skyliftga kamera eng shirokouгольный obyektiv bilan qo'yib, eng balandiga ko'tarilganimda ham dalani chetini ko'rmadim-da, короче. Mana shunaqa syomka qilganmiz. 7 gektar nashosdan turgan ekansiz-da. Ha, shunaqa bo'lgan, shunaqa. Uni yana yoqqa chiqib olib telefonimga, ichida yurib telefonimga olganman. O'shandan chirchiqdek bo'ldi, hammasi biladi. Olib kelib ko'rsatib, mana emas, deb hammasi. Shunaqa, shundan maslahatim yoshligiga endi o'tlab ketib qoldi. Uverenni bo'lib, mana kadrni ertaga menmi, rejissyorimi, любой odam nimaga bu kadrni mashinadan olding deganda o'ylamasdan o'qituvchilarimiz aytadi, kechasi 3 ta turg'azsam ham bilishing kerak, men bu anaqani qonunni deb aytgandek, o'sha kechasi 3 ta turg'azib men kadr ko'rdim, nimaga bundoq olding deganda, bundoq qarab, menga deb javob bera oldimi, bo'ldi. Огонь. Ishonch. Da. Что nimaga именно endi ishonch, ani men zo'r operatorman degan ishonch kerak emas, hamma narsaga ishlash kerak. Ishonch deganimda mana priborni qo'yaptimi, nimaga mana shu yerdan qo'yayotganligini o'zi sug'utiga yetish kerak. Men shu ma'noda aytayapman. Obyektiv tanlayaptimi, nimaga именно aynan tam 50 qo'yapti, 25 emas yo 75 emas. O'shanga uvering bo'lib qilish kerak o'sha ish. Chunki bu kadrimda dinamika kerak menga. Dinamika kerak uchun dilni fokusliroq obyektiv qo'yishim kerak. Все очень просто. O'sha narsalarni o'ziga tushunib olib nima qiladigan bo'lsa, bo'ldi. Aytib bera oladigan bo'lsa, yoki nimaga qilsam, priborim yo'q edi-da, svetim kamroq edi, obyektivim faqat shirokouгольный edi degan gap уже qiyin masala. Qiyin masala deganimda endi baribir mana ijodda, masalan endi operatorlar hayotimizda hozir hamma yoqda kerak-ku, to'g'rimi? Mana Abdurahim akam ham o'sha gapni ham aytardilar. Tuzat rasmga ollaring, fotoapparatda jam bo'lmasa o'rganib ollaring derdilar. Shu nimaga deb ko'rlaring deb qo'yardilar. Nimaga deb sразу bilardik, javobini 100 marta aytganlar, zato maza qilardik. Nimaga desa, operator bo'la olmasalaring, fotostudiyada 3 ga 4 rasm olib o'tirasanlar, vizaga oynangni boqishga pul bo'lardi dedilar. Aytmoqchi bo'lgan operatorlar ham har xil bo'lishi mumkin-da, deyapman. Shu o'sha maqsad qo'ydimi? Maqsadni yuqori qo'yish kerak. Bilish kerak. Mana bugun orqaga men o'girilib, endi bu qaysi ma'noda aytyapman? Mana operatorlar bor, ko'pchilik men bilaman, misol uchun kundalik pul topadi, misol uchun. To'y bor, tam bilmayman, tam Instagram hamma narsa borda. Ну хочет больше, хочет вот mana ijodga kirmoqchi bo'ldi. Bo'tda уже aniq bilish kerak, что надо отказываться, bo'ldi. O'sha ani moylanib qo'yilgan joydan yog'larni отказ qilish kerak. Boshqa variant yo'q. Uni ham buni ham qilaman dedimmi, u bo'lmaydi, u ishlamaydi unaqa sistema. Chunki uni ham buni ham qiladigan bo'lsa, fikrlashga vaqti qolmaydi. Postanovkachi operator bo'lib ishlash uchun, imенно o'zini bir ijodkor deb gapirish uchun meni fikrim bu, o'zimning fikrim, balkim ozginadan keyin yana bir narsalar qo'sharman, no o'sha baribir fikrlash kerak. Har bitta qilayotgan ishi to'g'risida, boshqa to'g'risida, mana boya ham aytib o'tdim-ku, birinchi ish kirganimda kontrakt bilib, men o'sha yerda aniq uverenni o'zimga o'zim aytganman shu gap. Chunki oyim bilan adamga aytganimda kontraktning pulini to'lasang o'zing to'laysan deyishgan. Men endi tushuntirman, unga ham o'zim ham aqlim yetib turibdi, bo'ldi deganman-da. O'zimga o'zim to'laydigan bo'lsam, men nima qilishim kerak? Hop, men значит, получается, aytdi, осветитель yo mexanik bo'lib ishlab pul ishlashim kerak. Что bu kontraktning pulini to'lash. Kontraktning pulini to'lash uchun men pul ishlaydigan bo'lsam, o'qish qachon o'qiyman men? Demak, o'qish chetga surilib qoldi, avtomatim. O'shani bilib, yo'q, bo'ldi, men o'qimayman kontraktni. Demak, byudjetga harakat qilishim kerak deb, men tayyorgarlikni davom ettirganman-da. Ha, shu aytmoqchi bo'lganim, bir narsaga erishish uchun bir narsadan voz kechish kerak. Bu bir.
ikkinchisi o'sha ani boyagi instrumentlar to'g'risida aytib o'tdik. U narsalarni hammasi bilish kerak. Men bilish kerak emas demayman, bilish kerak, lekin undan da yuqoriroq, undan da uzoqroq narsalarni o'ylash kerak. Bu ikkinchisi. Uchinchisi o'sha obrazное мышление. Mana operatorga juda kerak kultura glaza. Mana men o'zim nechta ustoz odamlarni gaplarini hammasi o'shan bilan gapni boshlaydi, o'shan bilan tugatadi. Men ham undan ortiq narsani ko'rmadim. Что kultura glaza bu o'sha kartinalar, выставkalar, je kartina hozirgi dostupностьda уже u narsani, bu sxemani oldin u amalga oshirish uchun men anaqani sovetskiy avangardni ko'rgim kelsa Qoraqalpog'istonga borishim kerak edi. Hozir mana Google вам в помощь. Och kurs 100 лучших картин мира, 100 лучших натюрмортов мира. Hech kim ortiqcha narsa yaratgani yo'q. O'sha mana живопись bizani kasbimizning asnovasi bo'lib turibdimi? Hamma ilhomni, hamma nimani o'sha odam boshlab chirpayt qilish kerak. Kino обязательно har kuni. Mana men o'zim unaqa ko'p ishlamayman. Yo'q, ishlayman. Mana kino, masalan, o'tgan yil yozda kino olganimda 2 oy to'xtamasdan ishladim. Reklamada hozirgi asosiy meni kundalik qilayotgan ishlarimda bir haftada 2 kun ishga boraman, yo'q 3 kun ishga boraman maksimum. Qolgan payt to'xtamasdan kino ko'raman. Endi men bu ro'zg'or ishlaridan tashqari demoqchiman-da. Только yaxshi, yomon farqi kultura glaza, насмотренный глаз kartinalardan tashqari aytmoqchi bo'lganim непосредственно kino ko'rish kerak. Обязательно. Bitta emas, bu подряд. Современныйmi bo'ldi, современный kino tarixi to'g'ri bir xil balkim masalan mana 120-asrni eng zo'r filmlarini qaysidirlarini men ko'rmagandirman, boshqa men endi u men uchun minus упущение, xudo xolasa o'rnini to'ldiramiz uni ham. Но современный nimada, mana современный, mana изобразительный stil bor, изобразительный baribir anaqalar bor. O'shalar bilan hamnafas bo'lib olinib kelayotgan filmlarni просто to'xtatmasdan ko'raman. Bu обязательно kerak har bitta operatorga. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganim, kunduzning ustiga borib ketish payt to'yxonaga borayotgan bolalar qachon kino ko'radi? Ko'rmaydi. Hayot shu ekan deydi. O'zbek filmga kelsa, bitta kuchliroq odamdoq qarab turjonab o'tdan desa, voy deydi. Bu unaqa bo'lmaydi. O'sha ras nimami aytmoqchi bo'lganim, u o'zidan o'zi anu jonga tegdi. Bunaqa syomka qilib yurish, ya хочу больше degan bilan o'sha imенно хочу so'zi faqat so'z bo'lib qoladigan bo'lsa, u ishlamaydi. Shunaqa. O'sha xohlayman so'zi faqat xohlav bo'lish kerak emas-da. Вот именно intilish. Uni hammasiga vaqt kerak, usiz bo'lmaydi. O'zi ijodkorlarda ham xuddi men sportsmenlarga o'xshab, kimdir 18 yoshida olimpiyskiy chempion bo'ladi, kimdir 30 yoshdan keyin bo'ladi. Ijodkorlarda ham shunaqa. Zabeg hammada har xil. No, lekin baribir o'sha zabeg boshlandimi, to'xtatib qo'ymasdan oxiriga yetkazaman desa, qachondir yetadi. Yetganida ham imенно o'zini qancha shu narsaga bergan bo'lsa, xuddi o'shanda oladi. Ko'p olmaydi. Juda u bo'lmaydi bu yerda. O'zini qancha o'sha narsaga bag'ishlagan bo'lsa, o'shancha qaytaradi. Undan ko'p qaytarmaydi. O'shaning uchun hamma o'ziga primoy o'sha savolni bergandan keyin o'zini o'zi aldamasdan rost o'ziga o'zi javob bersin. Birovga emas, u ota-onasiga emas, boshqasiga emas, bo'yniga javob bersin. Adam ko'p gapir, u men yoshlikda obrazlar, kino-pinolar deylar, mana o'shunaqa gaplarda, mana adam ko'p gapirardilar. Bahodir bo'yinni haqqini to'lashni bilish kerak. Nega desa, men bu xumkallarni ko'tarib yurgan, boshni ko'tarib yurgan bo'yin ertaga 20-30 yil o'tgandan keyin men seni nimaga ko'tarib yurdim deb menga aytish kerak emas. Bo'yinni haqqini to'lash uchun harakat qilish kerak. Mana o'shunaqa narsalarni ushlab olib harakat qilish kerak. Всё. Это один вопрос был. Yana bir savol bo'ldi. Давайте. Oxirgisi bo'lmasa maqsadlaringiz bilan tugatsak. Maqsadlar. Maqsadlaringiz. Maqsadlar.
Maqsad nima? Maqsad Можете сказать, что у вас сейчас есть? Вот, qaysi proyekt ustida ishlayapsiz va qanaqa proyekt ustida ishlashni xohlagan bo'lardingiz? Yo'q, hozir mana shu kecha kunduzda meniga tinchlik bermayotgan xayollar ko'p joyda o'sha instrumentlar bilan ishlab ketyapti, instrumentlar ijod sal kamayib qolyaptimi degan o'zimga opaseniyalar paydo bo'lyapti-da. Повторениyalar ko'p bo'lib qolyaptimi, men bilmayman endi uni. Endi reklamada bo'lar ekan unaqa narsa, kinoda mana yozda aytvaman, o'tgan yili Qozog'istonda ishlaganimda, конечно, u juda boshqa dunyo. Kino men endi o'zim kinoda suyim qotganligi uchun, boshqa bo'lganligi uchun reklamani o'zimdan uzoq demayman, endi shu kecha kunduzda O'zbekistonda talab menga o'shanda ko'proq bo'lyapti, shundan o'sha sohada men reklamadaman. Lekin men masalan unaqa bo'lman, faqat reklama olaman. Bu ham случай o'zidan o'zi bo'lib ketib qoldi, o'zidan o'zi ketyapti dalish. Ну, muhabbat baribir kinoda, ko'ngil kinoda. O'sha именно ijodiy ish. O'shanaqa opaseniyalar bor. Boshqa ortiqcha maqsad shundan, maqsad shu bir kinolarni de ishlash. O'zbek kinosida hozir men bu narsaga juda bir qanaqadir chuqur bel bog'laganman. Aynan o'sha natsional identifikatsiya bu bilan yana bilmayman endi millatchilikka borayotgan ekandim. Yo, именно mana O'zbekiston uchun o'sha odam baribir mana umri o'tgan sari o'zgaraverar ekan, ana qilaverar ekan. O'sha yo, men hech qayerga ketmayman, shu yerda O'zbekistonda bo'laman. Хочу снимать, хочу, чтобы уже nima desam bo'ladi, ценность o'zgarganda. Xullas, menga hozir важный именно xalqimga xizmat qilib berish ko'proq menda masalan bir moliyaviy bir anaqalardan ko'ra как это называется, приоритетlar demoqchiman-da. U, конечно, u ham kerak, usiz iloji yo'q. Но тем не менее o'sha fikr xayolim o'shanda. Asosan вот именно вот как мне вот сделать, чтобы вот узбекское кино вот o'zini endi renessansi demayman, endi bu xato bo'lsa kerak, конечно. Ну baribir hozir mana уже men qarab, yoshlarga qarab ko'ryapman, что fikrlash o'zgaryapti, hamma narsa o'zgaryapti. Oldin masalan 15-20 yilga bir qanaqadir progress cho'zilgan bo'lsa, 15-20 yilda misol uchun operator demoqchiman, o'zim kasbimdan kelib chiqib gapiraman. Mana bitta kameradan keyingi kameragacha o'tar mahal o'sha 15-20 yil bo'lgan bo'lsa, hozir 15-20 oy bo'lib qoldi. Formatlar o'zgaryapti, hamma narsa o'zgaryapti. O'shalar bilan qadamba qadam bo'lish. Nimaga? Chunki mana ko'raman, ko'p ssenariy, yaxshi ssenariylar ko'raman, misol uchun lekin baribir o'sha narsani, endi to'g'ri, hamma narsa baribir byudjetga taqalishligini bilaman, ularni ham tushunaman men, конечно, 100%. Ну, agar o'sha narsalarni исполненияsi ertaga tomoshabin ko'rganda bunday yonma-yon qo'yib O'zbekistonda olingan kino bilan mayli dunyoni boshqa bir rivojlanganroq davlati deb ayting, o'sha masalan kino sohasida rivojlanib ketgan davlat kinosini yonma-yon qo'yib farqini sezmasdan ko'radigan bo'lsa, это хорошо. Chunki men baribir eshitaman, men mana ko'p oilamiz katta bo'lganligi uchun amakivachchalarim deb o'tdim, tog'avachchalarim va shu tumonat bo'lganligi uchun hammasini deb qo'yishadi. Deb bilardik-ku deb qo'yishadi. O'sha alam qiladi-da, chunki odam qilgan ishni odam qiladi-da. Bu это Голливуд, я понимаю, там или mana Rossiyada endi men suyim o'sha yerda qotganligi uchun aytaman, uverimman, agar o'sha sharoit, o'sha mana texnический o'sha instrumentlar deymiz, o'sha material kelgan. Ayni men bu narsa juda katta ahamiyat
beraman постоянно именно o'sha ssenariylar agar bizda bo'lsa все будет. U bir erishib bo'lmaydigan, yo bir faqat orzularda qolib ketishi mumkin bo'lgan narsa emas. Подходча. Ularda подход boshqacha-ku bizga qaraganda. Подход в каком смысле? Yondashuv. Endi yondashuv yo'q, mana o'sha yondashuvni tarbiyalash kerak-da. Mana men o'zimni operatorskiy gruppamdan Moskvada qanday ishlagan bo'lsam, bu yoqda ham xuddi o'shanday ishlayman. Yondashuv o'sha. Вот и всё. Men aytmoqchi bo'lgan mana o'sha yoshlar ham bir xil endi hamma har xil nima qilib ko'radi. Я считаю не так. Я считаю ko'rdingmi mana syomочный kun, mana syomочный kunda bundoq qaradingda diskomfort sezyapsan. Nimadan sezyapsan diskomfort? Ma'mindan sezyapsan. Cho'tta не то. Bir qanaqadir o'sha narsani yo'q qilishga qilgan harakating o'sha ishni, o'sha mana sohani rivojlantirishga qo'shgan hissing bo'lib chiqadi-da, misol uchun. Men siz uchun elementarna masalan, elementarna bo'ldi. O'sha uchun bir narsalar ixtiro qilaman, u ham kerak, to'g'ri. Men hech narsa demayman, lekin haliga aytib o'tib ketganimdek, mana operatorlik sohasida o'sha живопись deydigan bo'lsam, aytibman, возможный situatsiyalar meni fikrimcha уже hamma narsa ekranlashtirib bo'lingan. Hamma narsa yo tasvir chizib bo'lingan, yo ekranlashtirib bo'lingan, yo boshqa bo'ldi. Mana instrument atrofing to'la, o'shani og'inda keragicha prosta o'zingni anaqangni qil. O'zingizdan o'tkazish. O'zingdan o'tkaz. Ko'rdingmi, zo'rmi? O'sha narsani bir qaytarib ko'r o'zingni syomkangda. Ну-ка, получится, не получится. Не получилось, сделай выводы, почему не получилось. Keyin mana yoshlarga beradigan maslahatim ko'p nimalarda o'shani deydigan gap bo'lib chiqadi. Nimaga bo'lib chiqadi? Bizni ko'ramizda, masalan, bitta какой-то блокбастер там, вообще четко, anaqa блокбастер ko'ramizda и Biroz oradan ozgina vaqt o'tib, какой-то o'shanaqa nima bo'lib qoladi-da, o'shanaqa sahna olinish kerak bo'lib qoladi. Похожий-da, прямо endi plagiat deyman buni, boshqa deyman. И o'shanga qo'l uriladi. Если o'sha oxirigacha sen o'zingda ishonching yetarli emasmi? Bir. Puling yetarli emasmi o'sha instrumentlarga? Ikki. Qo'l urmagan ma'qul. Sabab qo'l urib qo'yib uni kerakli darajada исполнять qilmasdan faqat yomon gap eshitgandan ko'ra, undan ko'ra o'sha instrumentlaringni hammasini bunday bitta olib, bitta qarab, men bundan mana shu narsani, mana shu epizodni men bundoq qila olaman deb o'zingnikini qilganing yaxshi-da, chunki o'shanda sen gap eshitmaysan hech kimdan. O'zingga masalan непосредственно ish beruvchi odamlar endi masalan bahoni har xil beradi-yu, masalan meni ishimga tomoshabin baho berishida tomoshabinlar yarmidan ko'pi даже o'ylamasa ham kerak, menga o'xshagan вообще kasb egasi mana shu narsaga aloqasi borligini-da. Shunaqa. Вот. O'shaning uchun ular bor. Ikkinchi men непосредственно menga ish beradigan odamlar bor. Rejissyor, prodyuser, kimlar tam, я не знаю. Mana o'sha odam, o'sha kategoriya, meni ish beruvchilarim, bir anaqalarim kategoriyasida aytishim mumkin, что o'shalarga to'g'ri tushuntirib bera olsa, nimaga bunaqa bo'lmasligini. O'sha narsalarni hali boshlanish, tug'ilish nimasida qo'pol bo'lsa ham abort qilib tashasa bo'ladi-da. И всё, и qaytib kelmaslik. Почему? Потому что bu narsa mana xalaqit beradi-da baribir. Nimaga? Chunki etalon bo'lib turibdi-da bir narsa. И ты пытаешься o'sha etalonga tortaman deyapsan-da, lekin u etalonga torta olmaysan, chunki mana endi qo'pol qilib aytganda, вообще oddiy qilib aytadigan bo'lsak, masalan, eshak bilan bir tulpor otni birga chopishga hech kim qo'ymaydi-yu, hamma точно biladi-ku, eshak u mo'jiza bo'lmasa qanaqadir bir ilohiy bir mo'jiza, o'sha eshak kelib tepadan tushmasa, eshak tulpordan osha olmasligini. O'sha narsani har bitta endi men bu bilan hamma har xil tushunib qolishi mumkin-da.
o'sha narsaga qo'l urayotganda надо трезво осознавать возможности и свои умственные, и мастерство, и технические. Chunki operator baribir texnika bilan juda bog'liq. Usiz iloji yo'q. Super, Bahodir aka. Rahmat kattakon kelganingizga va men sizga kitob podarka qilmoqchi edim. Искусство счастья, bekor boshda счастье bo'lmadi. Screenshotim bor bu kitob. Mana hayot davomman-ku, yaqinda men mana shuni o'zimga rostda. Shu kitobni men topishim kerak ekandi. Mana hozir agar screenshotni nimamda albomimda bo'lmasa, zametkamga yozgan bo'lishim kerak. Tak, чтение deb yozib. Menda bir Izzat aka degan rejissor bilan gaplashib qo'yganimizda Bahodir aka bitta kitob o'qiydigan operator bo'lsa, shu ham bo'lsa Bahodir aka degan gap bo'ldi. O'shanga men прочитать deb yozgan ekanman. Срочно прочитать yo bu boshqa. Mana xuddi mana shu kitob demak screen. Stopa mana искусство счастья. Мне надо эту книгу прочитать deb zametkamga yozib qo'ygan. Короче, men Belorussiyaga festival bilan borganda ko'rib yoqib qoldi menga. O'zim o'qib chiqdim, to'g'risi. Отлично. И menimcha sizga ham xudo xolisa agar qanaqadir счастье nimaligini agar o'zingiz uchun yangi qirralarni ocha olsangiz men xursand bo'laman. Rahmat kattakon sizga kelganingizga. Sizlarga rahmat. Это просто gap bo'lsin. Rahmat kattakon Hamilaga. Bitta narsa qolib ketdi. Qop. Oxirgi insight. Voy, shu ukamiz boya boshlanishdan oldin aka shu podkastimiz tugaganda hammamizdan bitta so'raylik. Oxirgi insight qanaqa insight oldinglar? Eng oxirgi olgan insight. Misol uchun menda hozir bo'ldi bu narsa. Ya'ni ishonch. Boya tushuntirib bergan narsangiz, operator o'ziga ishonib, planshetga chiqish. Emin menga katta insight bo'ldi. Misol uchun sizda eng oxirgi insight. Hayotimdagimi? Umuman hammasi. O'ylagunizcha Всё, да. Вы знаете уже, что сказать? Не. Yo'q, ming bor uzr, aytavering. Maniki, mana aytaman buni, ko'p joylarda hozir aytyapman. Oxirgi insight, что надо долги возвращать. Qarzlarni qaytarish kerak. Qanaqa ma'noda? Ustozlarni oldidagi men hali ham yetib o'tdim. Men mana ko'p o'ylardim, oldin ham ko'p o'ylardim bu narsalarni. O'sha meni hayotimda shunday odamlar o'zidan o'zi chiqib qolib, hech qaysi biri masalan menga aytmaganda, men hali aytolmadim, mana shuncha yilda kino sohasida 9-sinfda o'qigan bo'lsam, o'sha qorovul akoshkada bundoq qarab, senga nima kerak degan qorovuldan boshlab shugacha kunduzgacha men birovdan yomonlik ko'rmadim-da, yo bir xiyla, yo bir yana bir narsa, operatorlardan ayniqsa. Meni o'zimga o'zim shundoq fikrdaman, endi rahmat, что ishimga baho berib, kasbdoshlar, yosh kasbdoshlar deyman, ularni ham yosh operatorlar baho berib intilishyapti. Men xursandman bundan, lekin eng asosiysi o'zimga shuni nima qilib olganman. Men o'sha shuncha odam menga безвозмездно shuncha narsani berdi. Я тоже точно так же должен возвращать этот долг. И agar o'sha narsa kelajak pokoleniyada ham o'sha qarzni qaytaraman deb harakat qilsa, kim hozir сам обсуждаемый Man City'mi? Вот Хусанов, понимаешь, если он вот эти долги точно так же научит и завтра будет возвращать, скоро полстраны будут Хусановы. Я вот к этому веду, понимаете? Вот надо это ko'p eshitaman, har xil gaplar eshitaman-da, kimdir sal xuniyroq gapirib qo'yib, men hozir sitiruit qilmoqchi emasman, но как будто бы вот не хотят возвращать долг. Mana shundoq qilib tushunarliroq qilib nima qiling, hozir har xil temalar o'tib, не надо, наоборот, надо. U hammani o'zini yo'li. Har bitta operator bilish kerak, что o'sha o'zi bilan birga rivojlanib kelayotgan, katta bo'lib kelayotgan rejissyor ertaga buni ko'ksi yuqorilarga qo'ydi. То есть unaqa nima aytmoqchi bo'lganim shu nima
o'shaning uchun o'zi mana pokolение sekin paytapni bosqichma-bosqich bo'lib keladi hammasi. U bugun yotib, ertalab uyg'onib nima bo'lib qolmaydi. Sekin mana bu bo'lib keladi. Aytmoqchi bo'lganim, o'shani hamma narsani o'z vaqtida qilib o'sha qarzlarni to'lash kerak bo'lganda o'shani emasdan chiqarib qo'ymasdan to'lab ketish kerak-da, ishim. Super. Manda ekan oxirgi insayt. Mana bir siz bilan tugashini xohladim nimagadir. Manda oxirgi insayt niyatlar amallarga bog'liq deyshadi-yu. O'sha narsa men rostdan ham shu kitob o'qiyotganimda ham obloshkasi juda chiroyli edi, natbis juda chiroyli edi. Men podarka qo'raman dedim. Lekin bilmagandim bunda hali siz bilan tanishmasdik. Смотрите, shunaqa hamma narsa yig'ilib qoldiki, что siz shu kitobni olmoqchi bo'lgan ekansiz. Ha, причем mana yaqinda yangi yildan oldin men qo'lim sinib больничный bo'lib, вообще nima anaqa bo'lib qoldim-da. O'shanda men именно bir 7 tami 8 ta последний anaqalardan, kitoblardan вот это мне прочитать надо deb nima qilib qo'ydim. Gap yo'q, это просто. Rahmat sizlarga kattakon. Hammalarga sizlarga rahmat. Xursand bo'ldik. Men lekin bunaqa inson, bunaqa deb o'ylamagandim. Sal boshqa joyda o'qiganim to'g'risi. Rahmat. Barning, главный sayt menimcha 7 gektar nasha bo'lsa. 100%. Voy, tez top qoling endi.